Yuksalish Group'dan orzungizdagi xonadonni boshlang'ich to'lovsiz va 60 oy muddatga bo'lib to'lash orqali olishingiz mumkin. Yuksalish Group. Orzungizdagi xonadon biz bilan oson. Mana men 23-yilda direktor bo'lgan bo'lsam, 7 ta ключевой odam ishdan bo'shatgan. Keyin qolgan yana 6 oylik periodda yana 2 ta odam ishdan bo'shatgan. To'pladan. O'sha birinchi direktor bo'lgan kunim esimda, birinchi haftasida o'sha birinchi marta majlisga o'tganimda, endi meni yosh deb bilishgan. Avtomatik miyangizga keladi, bu bizani qayerga borardi, qaqqacha ham borardi. Hali pishmagan. Fikrlar paydo bo'ladi, qo'rquv paydo bo'ladi, tan olishni xohlashmaydi. Endi bitta narsa, rahbar sifatida siz o'sha stolga loyiqligingizni isbotlay olishingiz kerak. Ya'ni siz diktatsiya qilib bo'ldi, men boshlayman, nima bo'lsa ham menga bu narsalar deyish orqali ish yurmaydi. Bitta bola ishlagan, eksportni men direktor bo'lganimdan keyin где-то 6 oy u bilan talashganman. Mana bunaqa yo'l qo'yish kerak. Mana bunaqa men eksportda malakam yo'q, lekin logichni iloji yo'q, bo'lmaydi. Meni opitim kattaroq, eksport bo'yicha men masterman, unaqa. 100 tonna, 150 tonna sotsa, zo'r derdik. 30 tonna, 40 tonna sotsa, sotdi derdik. Men unga aytardim, yo'q, 1000 tonna olib chiqsa bo'ladi eksport. Keyin u bola bilan chiqish olmadik. Tavakkal bo'ldi, o'rniga odamim yo'q. Tirs etib ketdi. Snabjeniya bo'limida ishlaydigan bitta bolani yo'q qo'ydik. Shoning ikkinchi oydan уже bang'illab 2 barobar, 3 barobar, 300 tonna, 400 tonna, 500 tonna, 600 tonna ko'tarilib ketyapti. Nega? Negativ fikrlash shunda olib tashladik. Ana o'sha tom bo'lib turibdi-da sizga. Assalomu alaykum, xormiylar, yaxshimisizlar? Navbatdagi podkastimizga xush kelibsizlar. Sekin podkastni boshlab olamiz. Bugungi mehmonimiz kalibri katta va sizga va'da beraman, bu podkast sizga ko'p narsalarni ochib bera oladi deb bemalol ayta olaman. Sababi noldan Angliyada o'qib va hozirgi kunda Crafers kompaniyasi va Enmedev kompaniyalarini eng ishonchli va eng katta rahbarlaridan birini podkastimizga mehmon qilib chaqirdik va bu biznesni ichkarisidan gaplashdik va bu lavozimga, bu maqomga kelishi yo'lini ochiqlab berishga kelishdik. Podkastni boshlashdan oldin sizlarga haligi aytadigan narsam bor edi-yu, obuna. O'shani shundoq obuna bo'lib qo'yinglar, yonida qo'ng'iroqcha ham bor, bosib qo'ysanglar, bunaqa insonlarni sizlarga yanada ko'proq olib chiqishga motivatsiya bo'ladi. Podkastni davom etamiz. To'g'rimdagi o'tirgan odamni boshqaruv tizimi qanaqa? Qattiq qo'l demokratmisiz yoki ochiq qo'l saxiy demokratmisiz? Yoki umuman Gestapoda, davay, bosmi? O'zicha mana qarang, mana shu iminni mana shu aytayotgan temangiz bo'yicha o'zim ham ko'p o'ylaganman-da, chunki baribir odam oynaga vaqti bilan qarab o'zini analiz qilib turmasa-chi, qayerga ketayotganini bilmay qoladi-da, qayerga qarab ketayotganini. Mana 19 yoshimdan beri o'sha boshqaruv sohasida bo'lsam, aytaylik, o'sha vaqtda ko'proq diktator bo'lganman, ochiq gap. Tan olasiz. Tan olaman. Ko'proq diktator bo'lganman, lekin mana hozir ustozlarimiz ozgina sayqali bilan, hayotni bab o'rga anaqalari bilan, udarlari bilan ozgina demokratiyani baribir ozgina demokratiyani emas, demokratiyani singdirildi. Lekin bitta tomoni bor-da buni ham. Hamma narsaning o'zini chegarasi bor. Misol diktatorshipga ham o'zini qanaqadir vaqt keladi, joyi bo'ladi. Yoki demokratiyani ham vaqt keladi, joyi bo'ladi. Chunki demokratiyani ochiq qo'yib yuboradigan bo'lsangiz ham oxirida xulosa bo'lmaydi. Hamma o'zini fikrini aytaveradi, xulosa juda qiyin bo'ladi. Ovozga qo'yilayotganda shaxsiy manfaatli ko'proq rol o'ynab qolishi mumkin, chem kompaniyaning manfaatidan ko'ra. O'shaning uchun vaqti keladi diktatorlik bo'ladi, vaqti keladi demokratiya bo'ladi. Situatsion menejment deydi-yu, situatsiyaga qarab turib vaziyatdan kelib chiqib решение qabul qilinadi. Lekin ko'pchilikdan men his qilaman, baribir menda ozgina bo'lsa ham o'zimni fikrimni talqat qilish bor. Ochiqni aytaman. Bu tabiatan bu. Tabiatan bor. Ya'ni bitta narsani to'g'ri deb bilsam, uni oxirigacha debat qilib, anaqa qilishga harakat qilaman, olib borishga harakat qilaman. Nima desa bo'ladi? Yarim yo'lda shunchaki bo'psan, pravsan deb qo'yganidan ham qoniqmayman-da, yo'q, men bilan dagansa urush deyman. Chunki bo'lishi mumkin, realni noto'g'ri o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bir xil vaqt keladi, mana xodimlar bilan hozir realni o'sha dagansa borganida o'zini fikrini oxirigacha aytsa, ular vaqt keladi, prav bo'ladi. Tushunasizmi? Ya'ni oxirigacha borganingizdagina u xulosa bo'ladi. Shu oxirigacha borilganda yutqizganingizni tan olasizmi? Oxirigacha yutqizganimni tan olaman lekin. O'zi muhimi shu-ku. Muhimi shu. Ya'ni mana vaqt keladi, to'g'ri aytyapsan, uzr, sen haqsan.
Ha, bu bor sizda. Bu bor. Bu eng yaxshisi. O'zi agar buni bo'lib ham yo, mayli endi ichida bo'ladi-yu. Odam biladi o'zi yutqizib turganini. Lekin haligi raqibiga yoki ishchisi bo'ladi, farqi yo'q. Indamasdan bundoq qarab qo'yadi, bo'ldi. Yo, u kibrga kiradi. Kibr. U kibrga kiradi. Yo'q, unaqa emas. Agarda u haq bo'lsa, uni haqligi baribir etilishi kerak deb o'ylayman. Uni pravligi etilishi kerak. Nimaga? Chunki agar uni pravligi etilmasa, ertaga u boradida boshqa xodimga aytadiki, "Men pravligimni bilib turib tamomadi" deydi. Keyin rahbarga nisbatan noto'g'ri xulosalar paydo bo'ladi komandani ichida. O'shaning uchun ichki muhit buziladi. Ham bu adolat yuzasidan, ham siyosat yuzasidan o'sha odam prav anaqa to'g'ri gap gapirdimi, to'g'ri gap gapirganini tasdiqlab qo'yish kerak. Komandani ichida ham, o'ziga ham alohida ham. Чтобы ertaga ular erkin fikr bera olsin komandangiz. Agar unaqa qilmaydigan bo'lsangiz, erkin fikr bermaydi. Qanotini kesasiz. Qanotini kesasiz. Uje san aytganing o'sha nima bo'lsa ham o'shani qilamiz bo'ldi, etkin bo'ldi deydi. Unda kompaniya bitta siz fikringiz bilan yurishni boshlaydi. Rivojlana olmaydi ham. O'smaydi. Hozir boyaga aytgan gapingizda mana oldin men mana bunaqa edim o'zi aslida. O'zi nimadan kelib chiqadi aka bu? Endi meni shaxsiy fikrim bu xarakterdan kelib chiqadi. Nima shakllantiradi aka xarakter? Atrof muhit, dunyo qarash yoki vaziyatlarmi? Qaysi biri? Endi meni fikrim tug'ma bo'ladi deb o'ylayman bu narsani. Liderlik deymiz-ku, o'zini fikrini talqat qilish, mana shunaqa meni fikrim tug'ma bo'ladi, siz uni shakllantirib borasiz. Chunki mana shu juda ham ko'p odamlar bor, poslushniy. Uni shakllantirmagan-ku. U tug'ma bo'ladi. Tug'ma bo'ladi. Xuddi shunaqa qaysarlik ham meni fikrim u tug'ma bo'ladi. Lekin u qaysarlikni qaysarroq qilish yoki kamroq qaysar bo'lish, u uje sizni hayotiy tajribangiz, uje sayqallashingizga bog'liq. Misol agar qaysarlikni siz sayqallamaydigan bo'lsangiz, diktatorga aylanasiz. Qaysarlikni vaqti bilan sayqallab boradigan bo'lsangiz, demokrat diktatorga aylanasiz. Хотя бы demokrat degan so'zi bor-ku. So'zi bor-da, bizda. Baribir biz siz kimligingizni to'g'ridan to'g'ri lavozim sifatida bilsak ham, lekin shaxsiyat jihatda hali men sizni yaxshi tanimayman-da. Lekin 100 1-2 marta suhbatlashgan bo'lsak ham, menga qiziq aka, sizni backgroundingiz bu darajaga qanaqa kelib qoldingiz? Menga qiziq. Bo'lib ham 28 yoshda. O'zi men bilmayman, deyman. Yo'q. Men bunaqa meni bolaligimdan o'zi qanaqa bo'lgan? Mana sizga ham o'shanda bir aytib beruvdim-ku. Даже birinchi sinfimda ham meni adamgilar, oyimgilar aytishganki, birinchi qatorda o'tirishing kerak deyishgan. Обязательно. Bilmayman nimaga. Birinchi qatorda o'tirishing kerak bo'lgan. Birinchi qatorda o'tirmasang, unda ikkinchilarning qatori bo'lib qoladi degan menga tushunchani berishgan. Uni menga o'tkazib olib dars berishmagan. Bir og'iz aytishgani meni miyamga o'tirganda kichkinaroq bo'lgan, 6-sinfimdan chiqqanim uchun hammadan kichkina bo'lganman-da, o'tira olmaganman birinchi qatorga. Keyin maktabdan qochganman. Ertasiga adam olib kelganlar-da. Endi u uzoq istoriya, misol uchun uni bir vaqt kelganda sizga aytib beraman. Maktabdan qochib ketib, o'zim uyga borganman, 4 kilometr mana shunaqa maktabimdan uzoqlik uyda pishkun borganman, uyga qaytib borganman 6 yoshimda. Keyin adamga militsiyalar chaqirib, maktabda yo'qoldi deb ishqilib kechki payt kelib, ishqilib uydaligimni bilib, mana shunaqa bo'lgan. Ertasiga o'qituvchim olib borishgan, nimaga qochdi degan sababga birinchi qatorda o'tira olmadi degan javob bo'lganda, shu bilan 9-sinfimgacha birinchi qatorda o'tirgan. Yo, tavba. Shunaqa bo'lgan-da. Ya'ni boshqa maktablarda ham faqat birinchi qatorda o'tirganman. Keyin mana aytaylik, oddiy maktabda, misol o'sha 125-maktabda o'qidim. Keyin 125 o'qidim? 125. Massivda. Massivda. Yes, assalomu alaykum. Seriozmi? 5-massivda. Men ham shu yerda bitirganman. Yo'q-e? 1-2 sinfim adam shu yerda o'qiganman. 1-2 sinfim shu yerda o'qiganman. Kim ustozingiz bo'lgan? Moti Saidapa. Saidapa? Taqdirlar nimadir bo'pti o'zi. Saidapa, keyin yana bitta adam o'qituvchilari, hozir otlari esimdan chiqdi. Ishqilib Saidapa da o'qiganman. Keyin 3-sinfimdan 4-sinfimgacha 268-maktabda o'qiganman. Voy, shu taqdir ekan. 268-maktabda o'qiganman. U oymi maktablari. Oyimotda o'qiganlar. Yaqin u bir-biriga o'zi unaqa emas. Lekin mana o'sha tasavvur qiling, 125-maktabdan Elburs nomdan mahallani bilasiz? O'sha yerdan 1 kilometr. O'sha yerda mahallam. O'sha yerdan 1 kilometr ichkariga kirasiz. Mahmudjonni bilasizmi? 277 ni shunda ro'si to'parasizda. 125 dan Mahmudjon ichkari anaqa Fayz ko'cha bor-ku. Fayz ko'chaga kirasiz. O'sha yoqqacha pishkun borganman uyga.
tushunasizmi? Endi siz tasavvuringiz yaxshiroq bo'lishi kerak. 6 yoshimda u maktabga borgan bo'lsam, bir marta, ikki marta borganman, uyga topib kelganman. U paytlar endi mashina yo'q, boshqa yo'q. Bir marta, ikki marta borganim topib qaytganman. Keyin 268 da o'qidim. 268 dan keyin Islom bor, Navoiy ko'chadagi. Islom gimnaziyasi. O'sha yerga o'qishga kirdim. 5-sinfimda imtihon topshirib, hech qanaqa xudoga shukr pul bermasdan o'zimizni imtihondan o'tib, topshirib, o'zimizni bilimimiz bilan kirdim. Islomga kirganimdan keyin menda shuni bilmayman, mana shunaqa bolaligimda mana shunaqa tushuncha bor edi. Mana oddiy ko'chada ketyapsiz, ko'chada ketayotganingiz bitta stalba ko'rdingiz. Mana misol sizdan bir 10 metr uzoqlikda stalba. Nariyoqdan yana bitta odam kelyapti. U 5 metr uzoqlikda kelyapti. O'sha bilan men miyamda poyga o'ynardim-da, bolaligimdan. Men birinchi boraman. Men u yoqqa birinchi boraman. Unga yaqin, lekin men tezroq yurib o'sha yerga boraman-da, borib o'sha stalbadan men undan oldin o'tsam, xursand bo'lardim. Maza qilardim. Tushunasizmi? Har bitta narsa men uchun raqobat edi. Har bitta narsa men uchun raqobat edi. Islomga kirdim. Islomda ham mana Xudoga shukr, eng past uровень bo'lganim 3-o'rin bo'lganim. Lekin atak 1 2 1 2 1 2. Shu 5-sinfimdan 9-sinfimgacha. Undan keyin mana islomni bitirganimdan keyin arab tili bo'yicha shu milliyda o'qishni boshladim. Milliyda o'qidim, milliydan keyin Angliyaga ketdim. Ya'ni men Xudoga shukr shu paytga shunaqa qaraganman. Hozir mana bitta zinani mana bu yoqqa chiqdim-ku, bir qadam orqaga tashlaganim bilan 2 qadam oldinga sakrash uchun bo'lish kerak. Bo'lmasa orqaga tashlamayman degan anaqa bor. Mindset bor. O'shaning uchun ham balki ozgina diktatorlik bordir. Tushunasizmi? O'sha yerdan balki rivojlangan. Nimaga hozir siz uzoqdan olib kelayotganim sababi shu. Ya'ni bolaligimdan shunaqa xarakter bo'lganda. Ya'ni o'zimni fikrimni talqat qilish, uni agar to'g'ri deb biladigan bo'lsam, agar noto'g'riligini keltirib bera olmasa, nima uchun degan savolga javob bera olmasa, demak meniki to'g'ri degan fikr bo'lganda bolaligimda. Normal hisoblangan. Nima uchunligini keltirib bersa, noto'g'riligini fikrimni. Unda qabul qilgansiz. Unda qabul qilaman. Lekin prosta tak desa, unda yo'q uzr. Prosta men shunaqa kayfiyatdaman yoki men shunaqa deb o'ylayman deydigan bo'lsa, men qabul qilmayman-da. Xuddi shunaqa o'sha Angliyaga borib birinchi marta menejmentga o'tganimda ham o'sha idishtovo kitchen porter bo'lib idishtovo yuvganman, keyin ofitsiant bo'lganman. Ofitsiant bo'lganimdan keyin o'sha bar, keyin supervizorlik bo'lganda meni ustimdagi menejer, Meri mendan bir 10 yosh katta edi, fransiyalik qiz ayol bo'lgan. O'shani o'zi aytganda. O'shani o'zi aytgan, "Yo'q, sen boshliq bo'lgan, men senga assistent bo'laman" degan. Chunki u fransiyalik bo'lgani uchun emas, emotsionalniy odam edi-da endi u. O'shaning uchun yo'q, sen bu yoqqa o'tgin degan. Men senga как menejment uchun nima meni opitim bo'lsa, senga yordamlashaman degan. 19 yoshimda o'sha menejer bo'lganman. И уже meni orqamda o'sha kompaniyani uchiruvchilar, o'sha opitniy menejer anaqa qilishgan. Bu hozir sal tezlashib ketib qoldik-da. Menga hozir qiziq, Angliyada nima qilib yuribsiz? Angliyaga qanaqa borib qolasiz? Angliya mana hozir Islom universitetida, Islom gimnaziyasida o'qiyapsiz. Lop etib Angliyaga chiqib qolasiz. Nima sababdan? Qaysi yo'nalish bo'yicha, qaysi programma bo'yicha? Islomga kirganimdan keyin u yerda arab tiliga ixtisoslashmagan, lekin arab tilisi bor. Boshqa ta'lim, boshqa darsliklar gimnaziya bo'lgandan keyin chuqurlashtirib o'rgatilgan bo'lgani uchun men asosiy arab tiliga o'zimni fokusimni qaratgan bo'lganman. 9 yil arab tili o'qiganman-da. Keyin o'sha milliyga o'tganimdan keyin o'zim Westminsterga yoki Turinga topshirmoqchi bo'lganman. Shuning uchun ingliz tili kursiga borganman. Yunusobodda Speak Easy degan anaqa bo'lgan. Hozir yo'q, yopilib ketgan. Oldin bo'lardi. Shu Domma tagida. Kichkina Mr. Lochin degan odam bo'lardilar. O'zlari hozir Amerikadalar. O'shalar o'qitganlarda 6 oy yo 8 oy o'qiganman. Keyin menga aytganlarki, "Qara, Abdullo, seni ilm, o'sha ta'limga bo'lgan qiziqishing katta, bilimga bo'lgan anaqang katta. O'zbekistonda hozir ta'lim sohasi endi rivojlanyapti. 2013-14-yilda endi rivojlanyapti. Sen rivojlanganroq davlatlarga borib, ilmingni yaxshiroq qilib, keyin o'shanga erishib bo'lganing yaxshi. O'shaning uchun Angliyani men senga maslahat beraman. Men o'zim Angliyada o'qiganman" deganlar. Keyin endi bizda oilaviy sharoit, unaqa finansiy sostoyaniya unaqa yo'q. Dodam, ikkita dodam kelar, adammi, adalari, onammi, adalari, ikkita dodam kelar tog' bo'lib berishgan, yig'ib qo'ygan pullarini olib chiqishganda, "Davay bolam" deyishgan. O'qituvchiman menga yordam bergan, polniy dokumentatsiya hammasiga.
keyin Angliyaga 18 ga to'lganimdan 2 oydan keyinmi Angliyaga uchib ketganman. Eng qizig'i Angliyaga uchib ketganimdan keyin qayerda turaman, nima qilaman, u anaqa bo'lgan. Ощущение qanaqa bo'lgan o'zi? Ощущение birinchi kirib tap deb tushgan. Angliyaga borganimda zo'r bo'lgan. Hech qanaqa reja yo'q. Menda единственный nima bor? O'qishga kirganimni qog'ozi bor. O'sha ingliz tili kursiga kirganman. Speak Easy, u yoqda ham Speak Easy degan ingliz tili kursi bo'lgan. O'sha kirganimni qog'ozi bor. 6 oylikmi, 8 oylik anaqa kurs. Ingliz tilini rivojlantiradigan, o'stiradigan. Keyin meni tasavvurimda qanaqa bo'lgan? Hozir Angliyaga boraman. Angliyaga borganimdan keyin hamma butun inglizlar meni quchoq ochib kutib olishadi. Ana keldingmi, seni kutib turdik. Davay, endi sen omadli bo'lasan, bo'ldi, bu yoqqa uspeshnisan degan menda чувство edi. Angliyaga bordim, yo'q, unaqa hech kim meni kutib olmadi. Hech kim meni tushunmadi. Tilimni. Rozivachkilar yechildi. Rozivachkilar полный yechildi. И o'qituvchimga yozdim. Chunki na gostinitsa, na u yerda kim bilan turishim, hech narsa reja yo'q. Просто biletim bor, ketdim. Tavakkal. Adam menga o'sha payt bor pullarni $57 shunaqani berdilar-da. Endi oldilarida unaqa ko'p pul yo'q edi-da, o'sha yig'ib qo'yganlarni olib chiqdilar-da, $57 berdilar. Mana ishlatasan rasxoding dedilar. Dodamdan $1000 oldim, ish qilib $1,500 bu yoq dodamdan yana $500 olganman. $1,500 plus $57 bilan taxminan chiqib ketdim. Keyin o'sha, kстати, o'sha $57 bor-ku, o'shani 4 yil o'zim bilan ushlab yurdim. Ishlatganim yo'q. Yo'q. 4 yildan keyin adamga qaytarib bergan, adam ko'zlariga yosh oldilar. Mana hada o'sha menga berib yuborgan pulingiz, mana o'sha pul. Suvenir uyda turibdi. Adam anaqalardi, kashilolardi, o'sha pul turibdi. O'sha bergan pullarni men attaylar ishlatmadim. Ketayotganimda niyat qilib qo'ygan edim. Umuman ishlatmadim. Eng qiyin vaqtlarda ham o'sha pulni ishlatmaganman. Turgan, hozir uyda turibdi. Endi Angliyaga ketdim. Где-то bir 30 soatcha aeroportda qolib ketganman. Sababi turadigan joyim yo'q. O'sha Mr. Lochinga yozdim, Lochiniga men keldim. Menda anaqa yo'q. Turadigan joy. Qanaqa qil? Men sana o'qishingni hal qilib berdim, boshqa qilib berdim, turadigan joyini endi o'zing hal qilishing kerak edi. Men bilmayman, men doim Toshkentda uyda yashaganman. Men hech qachon gostinitsa nimaligiga ishim tushmagan gostinitsaga. Yo'q. Keyin shu bilan Laziz aka, Shahnoz opa degan ayol xotin, ular oilaviy anaqada yashashardi Angliyada. Endi kartadan hali ko'rsatsangiz bo'ladi. Misol Heathrow terminal 4 bo'lsa aeroport, o'sha yerdan men Walthamstowga borishim kerak bo'ldi. Ya'ni o'sha odamlar, Lochiniga topib bergan odamlar o'sha yerda turishardi-da. Просто bilishingiz uchun 2 soat, kamida 2 soatlik yo'l metroda. Menga 30 soat uxlamadim. Uje diz qotdi-da. Qanaqadir anaqada yuribman. Dumkada yuribman-da. Yozishdi, o'sha yoqqa borishing kerak. Walthamstowga borishing kerak. O'sha Heathrowdan Walthamstowga borishing kerak deydi. Bo'pti dedim, kartani skechasi qildim, kartadan metroga tushdim. Soat kechasi 11 mi, 11:30 da. Nechinchi yil bu? Bu 2014-yil. 2014-yil sentyabr. Tushdimda keyin 11:30 hamma boshqa tilda gapiryapti. U ingliz tili ham emas. Tushunasiz, men o'zimcha mana bu yerda o'rganib ketgan ingliz tilim yo'q. Toza hakni o'tdi. Va o'sha boshqa til, qanaqadir vashi Porsche inglizda, u inglizda u vashi tushunmadim hech narsaga. Kimdirga nimadir tushuntirib berib bo'lmaydi. Baxtimga keyin anaqalar bor. Oddiy qilib way out, anaqalar xarita narsa bor. Baxtimga ozgina bo'lsa ham tushunaman u narsalarni. Tushdim metroga, ketyapman. Kechasi 11:30, juma kuni kechqurun, shanba kuni ertalab, shanba kuni anaqa juma kuni qo'ngan bo'lsam, shanba kuni kechqurun o'sha bu. Keyin shanba kuni ular hammasi parti qiladi. Bayram qiladi. O'tirdim, ikkita chemodanim bor, o'zimdan katta, o'zim kichkintoyman. Bittasi shu oyog'imga berdi. Ichib olgan, boshi aylandi, metroda qilib berdi. Unga jahl qildim. O'zbek tilida nimadirlar dedim unga, u tushunmadi. Men ham uni tushunmadim. Jahl qilib tushib ketdim. Keyin oxirgi metro ekan. Keyin menga ana o'sha formadagi odam keldi-da, yopildi metro, chiqib ketdi. Qattiq tushganim hozir vashi eslolmayman, ish qilib yarim yo'lda tushib qoldim. Yarim yo'lda tushib qo'yganimdan keyin kartadan qidirdim-da, qanaqa qilib o'sha Walthamstowga boraman. Qidirdim. Endi u yerda hamma yoqda Wi-Fi bor, Wi-Fi ga ulanib qidirdim-da. Metrodan chiqqanimdan keyin o'sha Wi-Fi yo'q. Baxtimga bitta arab Lebanon bor, o'sha Livallimi deydimi?
o'sha odam ko'rib qoldimda, ozgina arab tilida u bilan gaplashdimda, tushuntirdim shu men kelganimni, menga internet kerakligini. Viberdan shu payt Viber ishlatardik. Viberdan telefon qildimda, menga anaqa qilib beringlar, o'sha lokatsiyani tashlab bersanglar, men boraman dedim. Ishqilib amallab bir 3 soat, 4 soatda bordim o'sha yoqqa, topdim. Keyin uyga kirdim. Laziz akam, Shahnoz opalar o'tirib olishgan. Toshkentdan keldingiz, qanaqa Toshkent, unaqa menga yoqmayapti-da. O'sha kuni men aniq esimda sho'rva qilishgan ekanda. Voy, maza qilib ichdim-da. Maza qilib ichdim o'sha kuni sho'rvani. Ichdim. Keyin ham gapiryaptilar, savollar beryaptilar. Laziz akam savollar beryaptilar, Toshkent qanaqa. Ancha yillardan beri Angliyada yashashgan bo'lganda, ular yana farzandli, oilali bo'lib yashashgan bo'lgan. Shu bilan nima bo'ldi? O'sha javob bergim kelmayapti-da. Keyin men yotsam maylimi dedim-da, ovqatlanganimdan keyin yotdim. Ertalab bo'ldi, ko'zimni ochkim kelmayapti. Men hozir ko'zimni ochaman, Toshkentda o'zimni karavatimda uyg'onaman deyapman-da. Sekin ocholman-da. Yo'q. Angliyada uyg'ondim. Shu bilan keyin anaqa boshlandi. Panika boshlandi. Anu odam shokda bo'lganda, endi sezdingiz. Ha, shokda bo'lganda nimalar qilganini bosib o'tib ketaveradi-ku. Keyin uyg'onganimdan keyin, o'sha stresslar tarqab o'zimga kelganimdan keyin tushundim, shu kelib qoldim Angliyaga. Katta ish qilib qo'ydingiz. Katta ish qilib qo'ydim. Endi bu yog'iga nima qilishni bilmayman. Keyin kenayimga yetdim. Keyin o'sha birinchi kuni keyin men ish qidiraman. Endi biz bitta xonada 3 kishi yashaydik. Mana 3 metrga 4 metr, mana shunaqa xona, kichkina xona, o'zi kravatlar bilan to'lib qolgan edi u xona. Boshqa joyi yo'q. Shkafimiz o'zimizdan chemodan ochamiz, kiyimlarni olamiz, solamiz, shunaqa edi ahvol. Muzaffar aka degan odam, keyin Egamberdi degan odam bor. Bob deb chaqirardi. Endi inglizcha ismlari Bob edi ular. Ishqilib o'shalar bilan turardik. Ertasi kuni o'zimcha rezyumelar qildim, internetdan qaradim, qanaqa rezyume qilinadi, CV qilinadi. Rezyume qildim o'zimcha, optga hech narsa yozmaganman. Tilni bilishim, mamnaqa ishqilib o'zimcha kasb shimlarimni kiydim. Bir 15 ta 20 ta joyga bordim. O'sha restoran bor, har xil joylarga, o'sha qayerda ish bo'lishi mumkin bo'lsa, bordimda, CV'ni berib ketib, hamma zo'r kulib gaplashyapti. Rahmat kattakon kelganing uchun, senga aloqaga chiqamiz, sog' bo'lgin. Rahmat, sog' bo'lgin. O'zbekistonda unaqa emas, kattaroq yosh bola bo'lib turib, kimdir oldiga borsa, boray deydi. U yerda hamma kulib gaplashyapti. Men o'yladim, shu hozir kamida bir yarmidan menga offer kelsa ham, sekin tanlab olaman deb o'yladim. Uyga keldim, keyin 15 ta 20 ta joyga CV'ni berdim. Menimcha hozir 3-4 tasi kelsa, birga yordamlashib olasiz, anaqa qaysi birini tanlashni. Umid qilmang dedilar. Angliyada hamma mehmon do'st, hammani kulib gaplashadi, lekin kulib gaplashishiga ishonmaysiz, sizga ish bermaydi. Bir kun kutdim, 2 kun kutdim, hech kim telefon qilmadi. Ishqilib shu bilan shu Laziz akamga, Muzaffar akaga yordam berishdi-da, bitta joy topildi. Anaqa idish-tovoq yuvishga. Как раз o'sha ishchi ketdi ishdan, kirib bordim, joyi bo'lib qoldi-da. Shunday idishga tushdim. Birinchi kunini o'zida $250 $257 berdi menga. Birinchi kuni kasbim shunda borganman, o'zimcha ofisni ishni o'ylab, qo'lim ichida idishlarni yuvdim. Yaxshi tomoni mana shu joyda sizga aytib ketay, mana yoshlarchi uy ishlaridan qochadi-ku. Qochish kerak emas. O'sha idish-tovoq uyda yuvganim, ota-onam menga yuvdirishgani menga foyda berdi-da. O'zi toza yuvishni bilmasdim-da, ochiq gap. Ko'pchilik aytishi mumkin, idish yuvish ham ishmi deb. Yo'q. O'shani tez yuvishi bor, to'g'ri yuvishi bor-da uni. To'g'ri. Ya'ni bolalikdan qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar, bolalikdan ish qilib kelsangiz, shakllanadi. Bir kun foydasi tegar ekanda. Tekinga uyda idish yuvgan bo'lsam, keyin pulga idish yuvdim-da, qo'pol qilib aytganda. O'sha bir kun ishlaganimdan keyin pul berdi, $257 berdi-da. Mendan xursand odam yo'q. Endi funtda berdi, dollarda men hamma narsani hisoblayman-da endi o'zimcha. O'sha payt O'zbekiston pulida mana bunaqa pul bo'lib ketdi, va shu boyib ketar ekanman-ku, o'zimcha hisob-kitob qildim. Ertasiga futbolkada quchcha olib idishlarni yuvdim. Menga unaqa pulni bergandan keyin bir kunda. Keyin o'zimcha o'tirdim-da, hisob-kitob boshladim kalkulyatorda. Hozir men buncha idish yuvsam mana bunaqa bo'lar ekan, mana bunaqa bo'ladi. Voy, bacha boyib ketar. Oyiga 2000 funt topar ekanman-ku degan hisob-kitoblar boshlandi. Parallelni o'qishim boshlandi. 10 kundan keyin o'qishim boshlanish kerak edi. Orada ish ham topib oldim. O'qish ham boshlandi. O'qishdan misol ertalab 8 da boshlansa, 12 da tugasa, restoran 11:30 da ochilardi. 12:30 da kelardim. Idish-tovoq kechasi tayyorlab ketardim-da. Idish-tovoq olib, bizda 1 soatlardan keyin borib tushadi pastga. Ketdi, как раз menda shu 12:30 dan 12:30 gacha ishxona edi. Keyin ertalab 8 da o'qish, mana shunaqa rutinni boshladi. Hayot boshlandi Angliyada. Shu bilan
Richard degan odam bor edi men bilan birga. U ingliz edi, mendan bir 10 yoshli katta bola. O'sha menga katta anaqa berdi. Tepdi-da menga. Turtkimi? Turtki berdi. Skate uchun yurardi, skateboard anaqa qilardi. Nima deylardi o'zbekchada bilmayman. Shu skateboardda. Shunaqami? Shunaqa uchardi-da, sen bundoq ofitsiant til bilasan, ofitsiant bo'lish yo ko'proq pul topish maqsading yo'qmi? Menga yetadi. Nima qilaman? Hayotda maqsadim pul topish emas, yaxshi yashay, maza qilib yashay bo'ldi menga shu. Men o'zimga o'zim aytdim. Meni maqsadim unaqa emasdi. Meni maqsadim mana bunaqa qilib yashash emas, ani ovqatimga, ertangi kunimga pul yetsa bo'ldi emas. Men hayotda kimdir bo'lishim kerak. Men bu yerda maqsadli kelganman dedim. Bu uje meni cho'chitdi-da, boshlig'imga chiqib uje aytdim. Manaqa men ofitsiant bo'lay, sal o'sishni boshlayman. Endi buni anaqa qilib ketamiz, to'g'rimi? Zo'r, men maza qilyapmiz. Ochig'i, to'g'rimi? Maza qilyapmiz. Menga yoqadi. Cho'zilib ketmayotganmiz. Yo'q, zo'r maza qilyapman ochig'i, aka. Ha, bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Ofitsiant bo'lishni so'radim undan. Shu qaysidir juma eng shu busy payti edi. Ofitsiant bo'laydi dedi. Как раз unga ham odam kerak edi. Davay chiq dedi. Davay qarash dedi. Mana bu tray, ya'ni patnis deydimi? Patnis ol, mana bunaqa ushashing kerak. Shunaqa ushab olib borishing kerak. Endi u Angliyada butun hamma alkogol ichadi, vino yeydi. Bundoq tray ko'tarishingiz kerak. Mana bunaqa ushash mumkin emas-da. Bundoq ko'tarib olib borishingiz kerak. Shu ularni talabi-da endi. Elitni ko'rinishingiz kerak. Olib bordim-da ustiga to'kdim. Olib bordim qizil, ana vinoyni olib bordim ustiga to'kdim. Bitta qiz, bitta bola date'da o'tirishuvdi, endi uchrashuvdi. Bolani ustiga to'kdim yaxshi. U bola endi anu qiz oldida o'zini ko'rsatmadi. Ana yaxshi aqlli boladek ko'rsatishga harakat qildi-da, hech narsa qilmaydi, mayli unaqa bunaqa dedi. Mash yurak Mamutga chiqdi-da, Mamut gup urib o'zim sezolmanda, yuragim mashga chiqib qolgandi. Hayajon, ter, vashshi dabdalam chiqdi. O'zim yo'qotdim. Keyin anu bola hech narsa qilmaydi-da, hammomga kirib chiqdi-da, o'sha anaqa dush emas, vannaga kirib chiqdi. Yana vanna hammom bo'lib ketdi. Ishqilib tualetga kirib chiqdi. Sartir. O'sha yoqqa kirib chiqdi-da, nimadirlar qilib o'zini to'g'rilab chiqdi. Menejer bilan gaplashdi. Senga free meal beramiz, ovqating tekin, unaqa uzr dedi. Keyin ovqat pulini sizdan bosib qolmadimi? Yo'q, iminni mendan bosib qolmadi. Bu senga opit bo'lsin dedi. 300 funt kami tushdi-da shu anaqasi unga, boshliq. Qo'ynaga ham olib berdi-da unga. Chunki eng qizig'i mana endi ikkinchi marta to'kdim-da, yana olib bordim-da uni oldiga. Nimaga o'zi ham noto'g'ri joyda o'tirib olgandi-da, mana zina bo'lsa, zinadan shunda tushishingiz yonida o'tirganda, mana bu trey ko'targaningiz zinadan tushsangiz qimillaydi-ku. O'sha qimillagan joyda to'kib yuboryapman-da uni. Ikkinchi marta yana o'sha odam ustiga to'kdim-da. Ketma-ket bitta odamga to'kdim, ana keyin u portladi. Nimadirlar dedi, men uni tushunmadim. Boshlig'im yugurib keldi, xonada o'tirardi, ko'rib turardi kamerada. Yugurib keldi, o'zi gaplashdi, o'zi nima qilganini o'zi biladi. Pastga tushdim, yig'lab yoriydi deyishyapman-da. Keyin aytdim, "Yo, baribir men ofitsiant bo'lay" dedim. Shu bilan anu busy bo'lmaydigan vaqtlar bo'ladi-ku, soat 3, 4 odamlar kamroq bitta, ikkita stolda keladigan, adashib qolgan, obed qiladiganlar bo'ladi. Shunaqalarga xizmat ko'rsatishni boshladim. Xizmat ko'rsatishni boshladim. Uje keyin chiqib ketdim. Anaqadan, idish tovog'idan chiqib tepaga chiqishni boshladim. Ofitsiant bo'lishni boshladim. Ofitsiantlikni uje odamlar bilan gaplashib, ozgina ingliz tilim ham yana ham oshishni boshladi. Rivojlandi. U biza Buckingham Palace'da bo'lganda joyimiz, Victoria metrosini shunda oldida bo'lgan. Qirolichadan 16 ta eshik yo'qdi. Qirolichani uyi Buckingham Palace 1 bo'lsa, bizaniki 16 edi. Juda yaqin bo'lgan, ya'ni sentr. Juda ham boy odamlar o'tib anaqa qiladi. Patok katta. Kechki payt juda boy odamlar ishidan qaytayotganda o'tirib ujin qiladi. Bitta o'zi keladi, o'rtog'i bilan keladi. Juda menga zo'r bo'ldi u network. Odamlar bilan gaplashish. Ayniqsa keyin bu yoqda barda o'tganimda, barda ishladimda, xudoga shukr, alhamdulillah 1 gram ham ichmaganman, boshqa bo'lmaganim. No, baba endi bu yerda chivisi yaxshi bo'lgani uchun u yerda ishladim. Parallelni shu o'tayotgan periodim где-то 6 oylik o'tdi. Ingliz tilim уже tugab qoldi. Keyin anaqaga topshirishim kerak, bakalavrga topshirishim kerak. Bu yoqda pulni yig'ishim kerak. Ishqilib mana shunaqa rejalar bo'ldi. Bakalavrga bu yoqda may oyida topshirdim. May oyida topshirganimdan keyin bu yoqda уже lavozimlarim ham oshib bordi. Biznes menejmentga topshirdim LSE-da. Biznes menejmentga topshirdim, o'tdim. Anaqa imtihondan o'tdim-da, kirdim. Уже u yoqdagilar bilan gaplashib, как aytadiku, bo'lib to'lashga ham rozi bo'lishdi. Rozi edi. Rozi bo'lishdi. Odatda unaqa qilishmaydi. Bittada upfront to'lashingiz kerak, oldindan to'lashingiz kerak. Endi mana bunaqa narsada borib o'zi bilan face to face suhbat qilsangiz, yuzma-yuz suhbat qiladigan bo'lsangiz, ular ham odam.
Ochig'ini aytish kerak. Ochig'ini aytsangiz, situatsiyangizni aytsangiz, anaqangizni aytsangiz, sharoitingizni aytsangiz, vaqti keladi исключение qiladi-da. O'sha исключенияларdan bo'lib qoldim-da mana. Omadim kelib qoldi. Bo'lib to'lashga ruxsat berdi. O'qib boraveraman, o'qiganimda o'sha 3 oyda bir to'lov o'qib boraveraman. Menga вообще выгодный variant bo'ldi. Endi boshlanishi to'loviga ikkita dodamga ozgina yordam berishdi baribir. Qolganini keyin o'zim to'ladim. Bakalavrimni ham, magistraturamni ham keyin o'zim to'ladim. Bu yoqda ishxonada o'sib borildi. Menga zo'r bo'lgani bu yoqda o'qishimda, bakalavrda nima o'rganayotgan bo'lsam, bemalol ishxonada implementatsiya qila oldim. Juda ham ko'pchilik men bilan birga o'qiganlar ishlardi, lekin menejmentda emas edi. Pastroq tabaqada. Ofitsiant edi yoki qanaqadir mehmonxonada resepsiyonda ishlardi, yoki qanaqadir ofislarda kirishda, chiqishda ishlardi-da. Ya'ni ularga opit qiyin edi. Siz o'tdan sirazi olib Вообще zo'r bo'lgan. qo'llagansiz. Любой mana SWOT bo'ladimi, любой 4P, 7P, любой yani pestellar bo'ladimi, любой biznesga oid teoriyalarni hammasini o'zimni bu yoqda ishlayotganimda qo'llab ko'rish imkoniyati bo'ldi-da. Ishlayaptimi, yo'qmi? Ular o'qituvchilar to'g'ri gapiryaptimi, yo'qmi? Tushunasizmi? Zo'r praktika bo'lganda, maza qilganman. O'qib maza qilganman, uni qo'llab undan ham maza qilganman-da. Tushunasizmi? O'sha meni ozgina bo'lsa ham diktatorlikdan kamaytirishga sabab bo'ldi. Chunki baribir Angliyada ta'lim sohasi maksimalni harakat qiladi komandani ishlatishga, komandani rivojlantirishga. Chunki nega? Kompaniyada bitta bosh bo'lsa, bitta miya boshqarsa, u umrining oxirigacha shunaqa bo'ladi. U dam ola olmaydi, u yasha olmaydi, o'zini shaxsiy hayotidan voz kechadi-da, faqat o'sha biznesda ko'miladi. Qolganlar faqat etilgan ish qiladi. Lekin komandani rivojlantiradigan bo'lsangiz, siz orqa sitga rulda emasda, orqa o'rindiqqa o'tirishni boshlasangiz, ana o'shanda sizni olib ketishni boshlaydi. Shu O'zbekistonda qo'pol qilib aytganda BMW ni o'zingiz haydaysiz, Mercedes orqada ketasiz-ku. Hamma BMW haydaydi-da. Hamma rulda, biznes, hamma deganda ko'pchilik biznesmenlar o'zi ruldada, o'zi boshqarib, o'zi o'shani shusiz qilishga harakat qiladi. U charchatadi. Qachondir benzin tugaydi-da. Tanangiz doim o'yinda-da. Qachondir bitta tana emas, miya. Tana bo'lsa-ku, mayli u chiniqyapti. Miya charchaydi-da. Kechasi uxlaysiz ham o'ylaysiz. Kechasi uxlolmaysiz-da. Lekin Mersda orqa sideniyada o'tirsangiz, ana komfort his qilib ketasiz. Angliyani ta'lim sohasi Mersda o'tirishni o'rgatardi. Именно menejmentda Mersda, ya'ni siz CEOmisiz, siz uchritselmisiz? Yuqoridan qarashni o'rgatadi. Yuqoridan qarab, orqada o'tirib faqat strategik rejalarni, strategik harakatlarni qilishni o'rgatadi. Operatsionkani o'rgatmaydi. Xuddi shunaqada. O'shaning uchun ham uni foydasi menga juda katta bo'lgan, ko'proq bo'lgan. Shunaqa qilib bakalavr, magistratura o'qildi. O'sha restoranda kelgan meni o'zimni uchritselim, o'sha yerdagi Daniel Dolger degan odam bor edi, Moldova. Amerikaga ketdi. Amerikada men u yerda yashayman deb bir 6 oyga ham 7 oyga ketib bordi-da, menga qolib ketdi restoran полностью. O't edi hamma narsasi, finansiy hamma narsasi. Keyin shu bilan o't rivojlantirilib, kengaytirildi. Endi men o'zim o'tda maqtan oladigan narsalarda, men o'zim qilgan narsalarda, mana misol uchun lisenseimiz, o'sha sertifikat deymiz-ku. Sertifikatimizni 24 soatga 20 soatga mumkin edi. Ya'ni kechasi 12 dan 4 gacha yopishimiz shart, 2 dan 6 gacha edi. Где-то 4 soat yopishimiz shart, qolgan 20 soat ishlatishimiz imkoniyati bor. Lekin restoran boya aytganimdek 11:30 da ochilib, где-то 12 larda yopilardi. Nima qildim? U Buckingham Palace-ku. Ya'ni odam patok juda ko'p, ertalab hamma ishga o'tadi. Ertalab 6 da kofega ochdim. Ya'ni ertalabki qo'shimcha yana 6 soatlikni ham breakfast uchun ishlatdim. Ana u biznesga qanaqadir 40%, 45% rost qo'shdi. Ertalab o'zim kofe qilib, videolari ham bor, sizga bir tashlab beraman. O'zim kofe qilib, ertalab turib tekinga kofe tarqatganman-da, odamlarni shu o'rgatish uchun. Marketing. Krosollar qilganmiz, boshqa qilganmiz, yeb ko'r, ichib ko'r. Hozir mana bizda endi rivojlanyapti-ku, loyalty kartlar. 10 marta kelsangiz 11-si tekin, mana shunaqa narsa. O'sha payt biz qilganmiz, u narsalarni, misol shu 16-yil. Yo'q, 15-yil, uzr, 15-yil. 15-yilda mana shu narsalarni qilganmiz. Endi men o'zim Evrika qilganman deb o'ylardim-ku. Mendan oldin ancha-munchasi qilib qo'ygan ekan unaqa narsalarni. Ish qilib, mana shunaqa narsalar bo'ldi.
Bu bitta maqtanadigan narsam. Ikkinchisi, restoranni kechqurun ham bo'ladigan o'sha pastida ham joy bor edi, uni sklad qilib ishlatishardi. Skladni bitta chetga surildi-da, restoranning tagida ham katta joy ochildi. O'tga ham yana qo'shimcha 100 tacha odam ketadigan imkoniyat bo'ldi. O'sha restoranning savdosi 2 baravardan ko'proq oshishni boshladi. Bundan endi uchuvchilar anaqa normal foyda ko'radi, xursand bo'ldi. Endi o'tdi menga zo'r tomonichi, mana o'zimni как uchuvchildek his qilishimga imkoniyat berilganda. Richaksizda bo'lgan. Mana misol menga Dan deb chaqirardim, Daniel. Dan menga mamnaqa narsalar qilmoqchiman. Men bu foydadan sen menga qo'ygan planingni foydasini beraman. Ortiqcha foydani menga mashinga investitsiyaga ajratib berasanmi desam, momo yo'q derdi. Foydalashgan yo'l ochib berardi. Yo'l ochib berardi-da. O'zimni biznesimda tikurardim, rivojlanardim. Undan maza qilardim-da men. O'yin bo'lgan ekanda. Keyin yana bitta narsani menga katta dars bergan, esimda qolib ketgan narsalardan, o'sha ofitsiantlikka endi chiqqan paytimda mana misol uchun 50 funt beradi kimdir sizga. 50 funt berganida men o'zim uchun sinab ko'rganman. Misol agar 5 funt zdachi qaytarmoqchi bo'lsangiz, 1 funtlik anaqalar bor-da, ko'yillar, tangalar bor. 1 funtlik qaytarsangiz, tashab ketishadi. 5 funt qog'oz bersangiz, uni olib ketishadi. Men chivimni ko'paytirishim uchun tanga berganman-da unga. Keyin danga aytganman. Birdan ko'payib ketganda, anaqalar, tiplar. Chivilar birdan ko'payib ketganda, dan hayron bo'lgan. Nima bu ko'payib ketdi, nima bo'ldi degan. Ofitsiant bo'lib ishlab yurgan paytimda. Keyin men unga aytganman. Mana shunaqa zdachini maydaroq qilib bersam, odamlar mayda ko'rinyapti-da uni ko'ziga, olmayapti. Yirik qilib bersam, yirigini olib ketadi, chivi kamayib ketadi desam, u nima degan bilasizmi? Senga bugun ertaga u qotgan strategiyani ular agar bilib qolsa degan. Misol bugun senga 5 funt tashab ketadi, lekin ertaga kelmaydi. Ertaga hech narsa olmaysan. Bu oy sen o'sha 5 funtdan 10 tasidan olarsan, lekin keyingi oy 0 bo'ladi. To'g'ri. Lutchi 1 funtdan olib yurganda 1 yil har oy 1 funtdan ol. O'shanda sen ko'proq olasan deb menga mana shu narsani tushuntirib, menga katta dars bo'lgan. Ya'ni vaqt keladi bizni ko'p yoshlar shoshib qolamiz. Pul kelayotgan joyda yoki qanaqadir joyda o'zimizcha xitriylik qilamiz, manevrlar qilamiz keladi. Aslida boshqa odamlar ham aqlli. Ular sizga bir marta qo'yib beradi, lekin ertaga siz bilan ishlamaydi. To'g'ri. U meni haqqimni yegan, u menga mana shunaqa o'yin qilgan deydi-da, loyalnostni buzadi. Orqadagi o'rtadagi ishonchni buzadi. U o'sha menga juda ham katta dars bo'lgan, menga tamg'adek qolib ketgan. Loyalnost har qanaqa summadan muhimligini o'shanda tushunishni boshlaganman. To'xtatganman. Anaqani, chivini mana shunaqa qilish. Ko'rinishidan tashqaridan qarasangiz, boshqa любой bittasiga aytsangiz, "Voy, vashi aqlli ish qilibsan-ku, zo'r-ku chiving ko'pay." Yo'q. U odam ertaga kelmaydi. Trust level tushib ketib qoladi. Odamlar sizga bo'lgan ishonchi, ertaga u o'zi mayda pul bilan keladi-da, sizga 0 qilib beradi. Shunaqa. Tushunasiz? Chivi bermaydi. O'tgan safar men senga 5 berganman, bu safar bermayman. Shunaqa. 1 marta, 2 marta chivi bermagan orada ham bo'ldi, shu to'xtatadi. Loyalnost yo'qoladi. Bitta 5 olasiz, 1 yil davomida olishingiz bo'lgan 120 dan voz kechyapsiz. Tushunasizmi? Mana shu menga katta dars bo'lgan. Bir vaqtda o'zida-da mana ham biz tanigan kompaniyani CEO'siz, rahbarisiz va undan tashqari o'zingiz ham ta'sischisiz-da. Toros ikkita qo'lda qanaqa qilib ushlab turish mumkin degan tushuncha bor. Bir marta siz bilan ko'rishganimda bu Abdullo olov bilan o'ynashmayaptimi-kan? Bu qanaqa qilib ushlab turish mumkin degan tushuncha bo'ldi deymanda. Men endi sizdan so'ramoqchiman. Как? Bu qanaqa qilib? Endi mana qarang, time managementga juda ham ko'p narsa bog'liq-da. Ya'ni mana bizni 6 oy time managementni o'zini o'qiganmiz Angliyada. Bakalavr o'qiyotganimda 6 oy faqat vaqt bilan shug'ullanish. Boshqa anaqa tarz bo'lmagan bizda. Shu kelardik, haftasiga misol 5 kun, 6 kun dars bo'lsa, faqat time managementni o'rganganmiz. 6 oy. 2 semestr faqat time management. Nimaga? Bu juda ham muhim. Ya'ni mana hozir men alhamdulillah mana Crafers'da kichkina kompaniyamiz O'zbekistonda birinchi o'rindagi hozir anaqa nima desa bo'ladi, oziq-ovqat ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rindagi holdingda, Medov, Crafers. Qandolat ham bor. Shunaqa. Endi o'tda ob'yomimiz, ishimiz juda ham ko'p. O'zimizning biznesga keladigan bo'lsak, uni tizimlashtirganmiz. Misol uchun mana men rahbar sifatida, rahbar emas, ta'sischi sifatida o'tda hozirgi kunda meni rolim почти yo'q.
Vaqt sarflamaysiz почти. Почти vaqt sarflamayman. Nega? Chunki vaqtida sistema qilingan, tizim qurilgan, savdo anaqalari, savdo bo'limlari, shu distributsiyadagi anaqalar, hammasi yacheykalar o'zini joyiga qo'yilgan, supervizorlar, menejerlar hamma narsa o'zini joyiga qo'yilgan. O'shaning hisobidan men faqatgina uni tepadan qarab monitoring qilib tursam, kelajakdagi brendlar, kelajakdagi o'sishini ключевой joyda yordam berib tursam, aytaylik haftada bir marta yordam berib tursam va o'sha analitikalarni, hisobotlarni vaqtida olib uni to'g'ri nazorat qilib tursam, menga yetadi. Ha, tushunarli. Demak, siz hozir asosiy vazifangiz u yerda muammoni hal qilish emas, muammo chiqishidan oldin tizimni shakllantirish. Xuddi shunaqa. Muammoni hal qiladigan komanda bor. Endi Crafers keladigan bo'lsak, muammoni hal qiladigan odam menman. Ya'ni operatsionkada menman. Shopirsiz. Shopirman, rulda menman. O'shaning uchun hozir asosiy vaqt Crafersda operatsionkada o'zim bo'lganim uchun muammo nima masala bo'lsa 90% shu yoqda anaqa qilamiz, qovuramiz. 10%, 15% bu yoqqa anaqa nima desa bo'ladi, vaqt ketadi. Qani lop etib Angliyadan hozir Crafersga o'tib qolyapmiz-da. Menga hozir qiziq, Angliyadan qaysi vaqtda ketdingiz, nima uchun ketdingiz va bo'lib ham O'zbekistondagi Crafersga kelishingiz yo'lini men bitta qiziqyapman. Endi mana bunaqa narsa, qarang, men o'sha sizga aytgan narsalarimni orasida 19 yoshimda uylanganimni aytmadim. Odatda shaxsiy hayotimni aytishni yoqtirmayman. 19 yoshimda uylandim. Uylanganimdan keyin farzandimni, ayolimni Angliyaga olib keldim. U yoqda birga yashadik. O'g'lim o'sha bog'chaga chiqadigan yoshga chiqqanidan keyin magistraturani bitirganimda bitiruvimga adam bilan oyimni chaqirdim. Angliyaga kelishdi ular ham. Mana stubborn deydi-yu. Qaysar deydi-ku. Qaysarligimni sizga mana yana bitta isbotini aytaman. Men Angliyaga misol ayolimni chaqirayotganimda 7 marta atkaz olganman. To есть 6 marta atkaz olganman, 7-sida viza olganmiz. Qo'shish qilib olganmisiz? Ha, o'sha dependent viza qilib olganmiz. Hammasida dependent vizaga topshirganmiz. Nimadir xato bo'lgan, mana viza atkaz chiqadi-ku. Depressiyaga hech narsaga tushmasin-da. Har bitta to'loviga kamida 5000, o'zingiz ham yaxshi bilasiz, kamida 5000-6000 dollar ketadi-da rasxod. Unga to'laysiz, bunga to'laysiz. Ish qilib har to'lovda shunaqa to'lay yurardim-da. Jeb siqilib ketmasdim-da. To'g'ri, odam xafa bo'lardi-ku. Odam o'zini yo'qotib qo'ymasdi. Viza atkaz chiqdimi? Bo'ldi derdim. Yana davlat dokument tayyorlaymiz, topshiramiz. Qachon ekan eng tezi? 1 oydan keyin. Bo'ldi, 1 oygacha mana dokumentlarni tayyorlaymiz, topshiramiz. Tayyorlaymiz. 7-sida chiqqanda-chi, men ishonmaganman. Atkaz chiqqanda bo'ylaganman, telefon qilishganda, viza olibdi degan. Bo'ldi, yana tayyorlaylar deganman. Tushunasizmi? Viza olmasa, bo'ldi, yana tayyorlaylar deganman. Avtomat shunga yo'q qo'ygan. Bo'ldi, yana tayyorlaylar deganman. Keyin rasmini tashlashgandan keyin viza konkretni urilgan. Keyin ishongansiz. Уже ishonganman. Kelishganidan keyin mana adam oyimga ham kelishgan, bitiruvimda ishtirok etishgan, adamga magistraturani bitiruvdi. 17 kun bo'lgan. 17 kun adam bilan oyimni o'zim aylanmagan Londonni aylantirganman. O'zingiz bormagansiz? Yo'q, o'zim mana vaqt qatdan deysiz. O'shada kelgan kunimni ertasidan ish qidirib chiqib ketganman. O'zim mana umuman Angliyani eshitganlar anaqa qiladi, jinnimisan deydi. Wimbledon bor, anaqada bor, har xil o'sha futbolning polyalari bor, Chelsea-niki bor-ku, misol uchun. Stonehenge degan bor. Stanford Bridge deydimi? Stanford Bridge deydimi? O'shalar bor edi, bormaganman. Lekin meni eng qizig'i chizikdagi o'qishim bir 400 metr, 500 metr uzoqda bo'lgan. Pishkom borsa bo'ladigan joy bo'lgan. Tushunasizmi? Lokatsiya bitta bo'lgan ekan. Lokatsiya bitta bo'lgan. Menda o'qish, ish, uy, boshqa orada vaqt bo'lmagan. Keyin adamgilar bilan, oyimgilar bilan kelishgandan keyin 17 kun men o'zim uchun Angliyani kashf qilishni boshlaganman. Aylansa bo'ladi, yaxshi joy ekan-ku deyishni boshlaganman. Shunaqa qilib, 17 kun turganimizdan keyin adam aytganlar, bo'ldi, qaytasan deganlar. Rizq Allohdan, ota-onani oldida bo'lish kerak, bolangni tarbiyasi buzilyapti. O'shaning uchun qaytish shart. Yo'q deyolmaganman. Rizq odam mana bunaqa narsa, rizq Allohdanligiga ishongandan keyin ungacha ko'p narsa ham anaqa tuyulmas ekan. Odatiy tuyuladi. Odatiy tuyular ekan. Ishoning, mashinam bor edi, pravam bor edi. Zo'r yo'l oldim. Sotib olmaganman, arendada bemalol to'layotgandik. Orqasida juda ham katta bog'i bor edi. Bemalol hamma o'yna oladigan zo'r sharoit. Shuni tashlaganman.
O'zbekistonga kelganman, yana hamma narsani Noldan. noldan boshlangan. Endi noldan boshlanganiki qanaqa? 4 oy 5 oy oldin уже odamgilar namyoq qilishyotdi. Vizani yangilamaysan, уже tugash kerak. Qaytasan. Qaytasan. Doktorskiy o'qiyman desam, yo'q, qaytasan. Juda qattiq turib olishyotdi. Keyin menga o'sha cheres bitta Suhrob aka degan odam, Tagusni taniysizmi? Suhrob akani? Yo'q. Suhrob Toyirov degan odam bor. Anaqa Tagus degan anaqa bor. Studentlarni chet tiliga jo'natadigan Viza centermi? Viza center bor. Darxonda. Ha, taniyman. Endi tanidim. Hozir ular O'zbekistonda emaslar. Yo'q, aniqadilar. O'shalar meni juda yaxshi taniylar meni. Abdulla agar O'zbekistonga keladigan bo'lsangiz, eting deganlar-da menga. Ishlaymiz deganlar. Keyin menga aytganlar, Abdulla siz potensialingiz mana bitta operator bo'lib o'tirib yoki o'sha uchirning sentrda o'tirish emas, sal kattaroq, mazgi bir ikkita odam bilan tanishtirib qo'yaman deganlar-da. O'sha payt Sanjar aka degan HR, NMDF HR bo'lardilar. Ular bilan keyin aloqaga chiqqanmiz. 4-5 oy gaplashib ular bilan yurganmiz-da Sanjar aka bilan. Keyin O'zbekistonga borishimdan oldin ularga yozganman. Sanjar aka, men bu kuni o'sha fevral oyi yo mart oyida adashmasam, shu Yilni boshlari. Yilni boshida-da. Borganman, juma kuni qo'ngan bo'lsam samolyotim. Shanba kuni intervyuga borganman. O'sha Nurul aka anaqa bilan Ro'zmuhamedov o'sha NMDF uchuvchilari bilan ular bilan shu shanba kuni bo'lgan. Ipodromda o'sha donni ishlab chiqarilgan anaqa zavodga borganman-da. O'sha yerda birinchi suhbatdan o'tganman Nurul aka bilan. Keyin Nig'mat aka bordilar, o'sha paytda rahbar, hali ham birga ishlaymiz, ustozimlar. Nig'mat aka bilan suhbatdan o'tganman. Zo'r deganlar, Nig'mat aka ham da bolam ana bosamiz, rivojlantiramiz yo'q deganlar. Merchandiserlar bo'limiga o'tganman. Akbarni taniysiz, Akbar bilan ish boshlaganmiz. Akbar bilan ishlaganmiz. Keyin qanaqadir muddatdan keyin men o'zim ham merchandiser bo'lganman, agent bo'lib ishlaganman. Ishni noldan o'rganish uchun-da. Ichkariga kirish uchun. Men misol birinchi borganimda 3 oy $400 deyishgan menga. $400 men u yoqda yarim kunda topardim. Kulgili tuyularni. Men misol 10,000 funt topardim-da oyiga. 10,000 funtingiz $13,000 bo'ladi taxminan. Oyiga mana shunaqa topardim. Zo'r topardim. Endi kimdirga ko'p, kimdirga kam. Men uchun o'sha 23 yosh. Normal holat. 19-yilda men uchun normalniy bo'lgan. Yana o'sish imkoniyatlari bo'lganda u yerda. Rizq Allohdanligini mana isboti. To'g'ri, orada ozgina qiyinchilik bo'ldi. Lekin Xudoga shukr, hozir kam topayotganim yo'q. Tushunasiz? Ya'ni odam baribir ich-ichidan rizq Allohdanligiga ishonib olsa, baribir chiqib ketar ekan. Bir xilla bor, shu xonaga kiradida tez chiqib ketadi-da, shoshqaloqlik qiladi. Sabr qilmay tez chiqib ketadi. Misol Angliyada ishlagan bo'lsam, bitta joyda ishlaganman. Mana O'zbekistonda ham Xudoga shukr, NMDFga kelgan bo'lsam, qancha bo'ldi? 7 yil bo'ladi mana. 7-yil ketgan ekan. 7 yil уже ketyapti. Bitta joyda ishlayapman. Bitta joyda Xudoga shukr o'sib kelganman. Rahbar darajasigacha. Rahbar darajasiga o'sib kelganman. O'sha merchandizerlikdan boshlaganman. Mana hozir Xudoga shukr rahbar darajasidaman. Zo'r. Plus Xudoga shukr mana NMDF ham bor-da bizda. Faqat Crafers emas, NMDF ham 2-3 ta proyektlari bizga berilgan. Mana hozir Angliyani gaplashdik-ku. Endi menga qiziq, endi hozir bir bizani ko'rayotgan auditoriya ham tushungandir, lekin sizni fikringizdan, sizni rakursingizdan menga qiziq bo'lyapti. Angliyadan eng asosiy olgan fishkangiz nima? Bir baza nima? Odamni qadriga yetish. Mana eng menga juda ham важный Angliyadan olgan narsam odamni qadriga yetish. Ya'ni bizda juda ham ko'p holatlarda 2 so'm 3 so'm ko'proq topib qolasiz-ku, odamni tanimay qolasiz. U yoqda qanaqa? Gold kartangiz bormi? Milliardermisiz, millionermisiz? Avtobusda oldingizdagi odamni kimligini bilmaysiz. O'tda insoniylik birinchi o'rinda, odamgarchilik birinchi o'rinda. Nech pul topasiz? Aytaman-ku, даже o'sha mana restoranda men ofitsiant, menejer bo'lib ishlayotgan paytimda ham milliard topadigan bank kartasida $1,000,000 turadigan odamlar qo'lida Rolexdan qimmatroq bor-ku, Philip Patek deyirmidi? Patek Philipmi? O'sha даже otini ham bilmayman. Ya'ni 200,000-300,000 turadigan soatlarni taqib kelgan odamlar o'tirib men bilan просто от души gaplashib o'tirardi. Просто meni fikrlashimni so'raydi. Bizda nima bor bilasizmi? Bizda ozgina lavozim, ozgina anaqa tegib qolgandan keyin uzilasiz odamlardan. Odamlardan uzilasizda, уже ularni chustis qilishni to'xtatib qo'yasiz. U yoqda boy odamlar ham oddiy odamlarni, oddiy odam balki xunuk so'zida aytuvlari, yaxshi topadigan odamlar, o'rtacha topadigan odamlarni uzmaydi hech qachon. Endi buni katta plyusi bor, bilasizmi nima?
Agarda siz mana любой biznes kimga qaratilgan? Asosiy butun dunyodagi asosiy aholi o'rtacha topadigan. Boylar bo'lsa 10%dir, bo'lmasa 5%. O'sha boylar o'zini biznesini kimga sotadi? Iste'molchisi kim? O'rta qatlam. Ana. Endi boy bo'lib qolganingizdan keyin o'sha o'rta qatlamdan uzildingiz, ularni siz qilish kamaytirdingiz. To'g'ri auditoriyaga mahsulot yetkazib bera olasizmi, yo'qmi? Sizda tahlil bo'lmaydi. Yo'q. Ular maqsad u emas. Lekin o'sha odam dinda bizda mana din bor, amal yo'q deydi-ku. Ularda din yo'q, amal bor-da. Oddiy odamlar bilan zo'r gaplashganning hisobidan oddiy odamlar nimani o'ylayotgani, ularning muammolarini, ular qanaqa o'zini his qilayotganini zo'r his qiladi-da, biznesda o'shani qo'llab pul topadi. O'shanga решение beradi. O'shanga решение beradi. Endi odamlar bilan yaqin bo'lish, o'rtacha topadigan odamlar bilan yaqin bo'lishdan maqsad u bo'lish kerak emas. Lekin bu sababga aylanib qoladi, tushunasizmi? Instrumentga aylanib qoladi. Avtomatik. Niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Niyat men ham odamman, u ham odam. Oxiri borib hammamiz shu 2 metr joyga tushamiz. To'g'ri-yu, lekin hozir menda o'sha kuni bordim-da, oldingizga borganimizda ham kabinetingiz ko'rdim, oynamonli ekanda. Ko'p rahbarlarning xonasiga kirganimda, mana bunkerga o'xshaydi-da, lekin sizniki oynamonli, ochiq turadi. Oynali bo'lganda doim sizni rahbar o'tiribdimi yo'qmi deb qarash mumkin-da. Mumkin emas shunaqa. Aniq qaraladi. Ha, shunaqa. Men o'zim his qilaman buni. Sezasizmi, bir qanaqandir masaladanmi yoki vazifasini bajarmagandanmi yoki nimagadir qanaqa holatda kutib olasiz xodimni? Qarang, ko'pincha holatdachi men mana shu narsani Angliyadan o'rganganman-da. Aytaman-ku, o'sha odamni qadrini Angliyadan o'rganganman-da. Vaqt kelgan odamlar xato qiladi-ku, gap eshitishini kutadi. Bo'ldi, men shu xatoni qildim, hozir gap eshitaman, hozir ishdan bo'shayman, ishdan bo'shatilaman deb kutib turgan joyda siz boshqa решение qilsangiz-chi, unutmaydi o'sha odam sizni. Birinchi o'rinda loyallikka ikki xil xato bor-da. Ikki xil xato bor. Birinchi xato bilib turib qilingan xato. Ikkinchi xato bilmasdan qilingan xato. Bilmasdan qilingan xatoni men doim kechiraman. Chunki uni bilmasdan qildi. Ko'pincha bizda nima bo'ladi? Bilmasdan xato qilganiga ham gap eshitadi-da kadrlar. Ana keyin xato qilishdan qo'rqadi. Sinadi. Xato qilmadi degani o'smadi degani. Bilmasdan xato qilgan kadrni men doim harakat qilaman urushmaslik. Bilmasdan urushib qo'ysam, men bilmadim desa chiqib ketadi. Men bilmadim desa, bilmayman deyman. Hozir fishkangizni aytib qo'ydingizmi? Endi mayli. Bilish bilmasligini bilib olish yo'llari bor. Unisini aytmadim. O'zi metodikalaringiz bor. Ya'ni bilib turib, mana kecha aytdingiz, mana shu ko'chaga kirsang, mana shu ko'cha senga xato, tupik dedingiz, o'sha ko'chaga kirgan odam lekin jazolayman. Chunki bilardi xatoligini. Yo nafsi bilan, yo aqlini ishlatmasligi bilan o'sha ko'chaga attila qasddan kirdi. Qasddan kirdi. Endi misol din tarixini ham bilasiz-ku, din tarixidan ham ko'p misol keltira olasiz. To'g'ri. Misol uchun Uhud jangini bilasiz? Uhud jangida 50 ta kamonboz bo'lgan. Otini bilasizmi birortasini? Yo'q. Nega bekitilgan? Tushunasiz? Chunki ular qasddan qilmagan u xatoni. Bilmasdan qilgan. Endi Xandaq jangi bor. O'sha chuqur qo'langan jang bor. O'sha yerda 3000 ta bo'lib borishgan, 300 ta bo'lib qolishgan oxirida. Abdulloh ibn hozir Salulmidi? Hozir aniq esimdan chiqdi, lekin bitta katta munofiq bo'ladi. Munofiqlarning eng kattasi bo'ladi. O'sha yarim borishgandan keyin qaytib ketadi. U Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelishlaridan oldin u o'zini anaqa bo'lmoqchi bo'ladi. O'sha Madinada bosh bo'lmoqchiligini harakatini qilib yurgan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan keyin uni rejalari xulid, o'shaning uchun u munofiq bo'ladi. Ana o'sha odam qasddan qaytib ketadi. O'sha odamning o'g'li bilasiz, eshik tagida turadi. Har xil fitnalar tarqatadi-ku, u niyat qilib maqsadli harakat qilgan bo'ladi-da. Tushunasizmi? Maqsadli harakat qilgan bo'ladi. O'shaning uchun ham mana katta gap bor-ku, amallar niyatga bog'liqdir degan. Ya'ni niyatingiz xato qilish bo'lmasa, unda kechirish kerak. Agar niyat attila buni sindirish, xato qilish, o'sha kompaniyani yurmasligini ta'minlash uchun qilinayotgan xato bo'lsa, uni kechirish kerak emas. Hozir mana menejment baribir boshqaruv juda qiyin-da o'zi aslida. Endi tashqaridan bu boshlig'i, bu mamlakat ko'rinadi-yu, lekin baribir boshqarish hammada har xil. Misol uchun siz mana misol Angliyani misol keltiryapsiz, baribir baza o'sha yerda shakllangan. Bo'lib ham bakalavrskiy уровеньda
Ko'pchilik baribir Magistratura. Tim bo'li. Hozir siz mana qaroringizni, boshqaruvda qaroringizni asosan datalarga qaraysizmi yoki vaziyatga qaraysizmi? Yo'q, mana shu narsa mana oxirgi 4-5 yilda rivojlanib kelganini his qildim. Ko'pincha vaqt kelsa siz vaziyatga qaraysiz-ku. Vaziyat bilan datani qo'shish kerak ekan. Vaziyat bilan datani mujassamlashtirish kerak ekan. Men oldin ko'pincha vaziyatga qarardim. Lekin datani ham qo'shishingiz kerak ekan. Nega? Agar siz datani qo'shsangiz, vaziyat yana ham oydinlashadi. Tushunyapsizmi? Agar siz har bitta odamni mana bir xilligi Alloh shunaqa qobiliyat bergan, tilda zo'r, oratorligi bor. Vaziyatdan zo'r chiqib ketadi. Bir xilli tilida yaxshi emasda, u vaziyatni to'g'ri tushuntirib bera olmaydi-da, ko'zingizda zo'r aybdordek ko'rinib qoladi. Tushunyapsiz? Lekin yonidagi datalar sizga vaziyatni ochib beradi. Raqamlar sizga vaziyatni ko'proq ochib beradi. Raqamlar bo'yicha gaplashsangiz, rezultatlar bo'yicha gaplashsangiz, o'shanda sizni ishingizni unumdorligi ham oshadi. Qotgan xulosangiz ham oshadi. O'zi bitta gap bor, men komandamga juda ham ko'p aytaman. Bu dunyodagi bahola, ya'ni o'sha xulosalarning hammasi qotgan rezultatinglardan. Endi u dunyoda qotgan harakatinglardan. Misol din aytaylik, yo'l deydigan bo'lsangiz, uni oxiri yo'q. Bu dunyoda har bitta qotgan ishingizni rezultatidan kelib chiqib turib baho beriladi. O'shaning uchun men aytaman, doim komanda rezultatga fokusimizni qarataylik. Ya'ni rezultat bo'lmasa, qotgan mehnatimiz nolga teng. Din masalasida unaqa emas. Hozir baribir siz bitta insonsizda. Butun boshli komandani, kompaniyani tutib turish bu baribir delegatsiyasiz bo'lmaydi. Delegatsiyada siz qanaqa pozitsiyada yondoshasiz umuman olganda jamoaga? Mana shu narsani men komandaga juda ko'p qaytaraman-da. Bittalarni ukalaman, bittalarni akalaman deyman. Men rahbar emasman deyman. Chunki O'zbekistonda qanaqa narsa bor bilasizmi? Rahbarlar oldida ortiqcha gapirma, rahbarlar oldida hurmatsizlik qilma, unaqa qilma, bunaqa qilma. Bilasizmi, Angliyada patternlar bor. Angliyada mani uchuvchilarim, o'sha rahbarim, uni rahbarligini bilmasdingiz. Borardi, tushardi, ish ham yurib ketardi, borardi, tushardi, aytaylik, boshqa ish ham qilib ketardi, busy bo'lsa, ofitsiantlik ham qilib ketardi, odamlar bilan gaplashib ham ketaverardi. Shunaqa anaqa edi, nima desa bo'ladi? Teng edi-da. Endi fikringiz, ideyangiz, g'oyangiz bo'lsa, unga bemalol aytardingiz. Oddiy misol, 19 yoshli bolaga ishonib, butun boshli restoranni topshirib qo'ygan edam-da. Tushunyapsizmi? Men o'zimga uni pozalets qilmasdim. Men o'zim bo'lganimda 19 yoshli bo'lsa kelsa, bola kelsa, to'xtab tur derdim. Ya'ni 5-6 yil kutdinglar, sal malaka yig'gin derdim, to'g'risi. Meni o'zimga o'sha lavozimni o'zim bermagan bo'lardim-da, ochiq gap. Aytmoqchi bo'lganim, men ham harakat qilaman komandada, mana bolalar bilan ishlayotganimizda rahbarda emas, kimdir ukasidek, kimdir akasidek ko'rsin. O'shanda debat to'g'ri ketadi. O'sha o'zimizning komissiyamiz bor, maslahat qilamiz, rejalashtiramiz. Har dushanba biz o'zimizni yig'ilamiz bolalar bilan. Haftalik rejani qilib olamiz, oylik rejalarni tuzib olamiz. Asosan haftalik rejani tuzamiz. O'sha tuzganimizda hamma o'zini zadachasini oladi, kim nima qilish kerakligini o'zaro bilib olamiz-da, ana keyin harakatlanamiz. Aniq roadmap bor. Ha, xuddi shunaqa. Yilligimiz bor, yillikni oyligi bo'lib olganmiz, oylikni haftaligi bo'lganmiz, haftalikni kunlikni bajaramiz. Hozir mana qarang, nechta odam ishlaydi Crafers o'zida? Bizda 1000 tadan ko'proq. Asosan buni baribir HR rekruting bilan shug'ullanadi-ku, to'g'rimi? Imini o'zi xodim, topoviy xodimlarni olayotganda baribir o'y suhbat qilasizmi? Ularga qaraganda nimaga e'tibor beradi? Asosan skillgami yoki softiga, hardiga, qatiga qaraladi? Menda komanda juda ham muhim rol o'ynaydi. Ключевой xodimlarni olayotganda ularning opitiga qarayman, lekin aytaylik opitiga 40%, 35% qarasam, 60%, aytaylik даже 65% men uni xarakteriga qarayman. Ya'ni u baribir opitli odam bo'lsa ham, xarakterdan kelib chiqadi. Komandaga to'g'ri kelmasa, komandani buzadi. Muhit buziladi. Muhit buziladi. Men uchun muhit birinchi o'rinda. Nega? Chunki A deysizmi, keyingisi B'ni yetib keta olish kerak. Agar u Z dan keladigan bo'lsa, agar u M dan keladigan bo'lsa, ana buziladi sipochka. O'shaning uchun men suhbatlashayotganda uni ko'ziga, endi men bunaqa narsada men sizga aynan nimasiga qarayman deb ayta olmayman. Nega? Chunki bu opit bo'lganda, mana misol 10 yil, 11 yildan beri odamlar bilan gaplashib, sizga nimasiga qarashimni даже ayta olmayman. Odam o'zi ko'zida gapiradi.
Bilasizmi? Eshitganmisiz? Shunaqa. Любой odam bilan gaplashsangiz, yolg'on gapiryaptimi, aldanishingiz mumkin, to'g'ri. Lekin 70%, 80% holatda adashmaysiz. Ko'z aldolmaydi. Olloh bildirib qo'yadi. Yo o'ynab qoladi yoki men unaqa odam emasman deb sizga ko'z gapirib qo'yadi, tushunyapsizmi? Mana shunaqa joylari bor. O'shaning uchun обязательно men qarayotganimda uni shaxsiyatiga kattaroq e'tibor qarataman. Mana hozir baribir jamoani katta объемli ish deysizlar-da. Shu jarayonida baribir hammada emotsional kachelalar bo'ladi, motivatsiyalar tushish bo'ladi yoki nimadir vaziyatlar bo'ladiki, uni pul bilan hal qilib bo'lmaydi ba'zi joylarda. Shunaqa. Qanaqa yechiladi aka? Siz qanaqa rahbar bo'lib pozitsiya qilasiz bu yerda? Menda kompaniya pulga emas, g'oyaga asoslangan qilib yurg'izamiz. Bizda o'zimizning g'oyamiz bor, o'sha g'oyaga asoslanib yurg'izamiz. Pulchi, mana misol uchun siz bugun 100 so'm topasiz-ku, ertaga aniq 150 so'm topgingiz keladi. To'g'ri. Inninga 200 so'm topgingiz keladi. Pulni xohishi hech qachon tugamaydi. Misol uchun 200 so'm topganingizda ham u siz qoniqdingiz degani emas. To'g'ri. Tushunasizmi? Har 200 so'm topasiz-ku inninga. 200 so'm topganingizdan keyin ham qoniqdingiz degani emas, bo'ldi u tugadi degani emas. Lekin g'oyaga ixtisoslashadigan bo'lsangiz, g'oyaga asoslanadigan bo'lsangiz, pul chetga suriladi. Fundament. Maqsadli harakat bo'ladi. Misol uchun siz uni urishsangiz ham maqsadimizda bor-da, o'shani xohlab turib urishyapti deydi. Agar pulga boylaydigan bo'lsangiz, 2 kun oylik kechiksa, mana meni qog'ozim deyishni boshlaydi. Qo'pol qilib aytganda-da. Shuning uchun harakat qilamiz, komanda bilan biz ishlayotganda o'zimizning g'oyalarimiz bor, o'zimizning kompaniya uchun maqsadlarimiz bor. O'shani birlashtirgan holatda ishlaymiz. Mana sizdan baribir kuchli xodimlar jamoa bitta yig'ganman deyapsiz. Buni endi bir mashaqqati bor-da. Asosan siz baribir softiga qarayman deyapsiz. Softiga qarasangiz ham bu baribir qadriyatga qadalyapti-da. O'sha qadriyat jipishlashyapti. Sizdan ketib qolsa, xo'p, o'sha odam qattiq xafa bo'lasizmi yoki yengil qo'yib yuborasizmi? Bo'ladi. Mana misol uchun qarang, komanda bilan ishlayotganimda ularni tushsiz qilaman, his qilaman. Misol bolalar bilan ishlayotganimda, o'zimizning komandadagi xodimlar bilan ishlayotganimda, o'zining oilasidagi muammosi bormi, boshqa qanaqadir problemasi bormi, yoki bilmayman, finansiy sharoitim, bilmayman, nima bo'lsa ham, ularni men tushsiz qilishga harakat qilaman. Nega? U oxirdagi rezultatimizga ta'sir qiladi. Hammamiz. Endi komandadan Xudoga shukr, mana shu paytgacha o'zini xohishi bilan kimdir ketmadi shu kungacha. Nega? Chunki agar kompaniya pulga ixtisoslashgan bo'lsa, pulga ixtisoslashgan degani motivatsiya birinchi o'rinda faqat pul bo'ladigan bo'lsa, unda sizda o'tishga juda ham katta bo'ladi. G'oya o'lmaydi-da. O'lmaydigan narsadan qanaqa ketasiz? Tushunasizmi? Pul ertasiga sizga men misol 2 so'm ko'proq boshqa kompaniya bo'lib taklif qiling. Chao bambino deysiz. Qadriyat mana baribir rahbardan kelib chiqiladi deyiladi-yu, baribir mana jamoa lideriga qarab turib intiladi. Sizni ba'zi insonlar bo'lganmi jamoangizda, который sizni lider deb qabul qila olmagan? Mana men 23-yilda direktor bo'lgan bo'lsam, 23-yilda 6 ta yo 7 ta ключевой odamni ishdan bo'shatganman. To'planib. Keyin qolgan yana 6 oylik periodda yana 2 tacha odamni ishdan bo'shatganman. To'pladan. 2 tacha odamni ishdan bo'shatganman. Xuddi shunaqa muammo bo'lgan. Endi bitta masala bo'lgan, bizda mana hozir o'sha birinchi direktor bo'lgan kunim esimda, birinchi haftasida o'sha birinchi marta majlis qotganimda, endi meni yosh deb bilishgan. Yosh bo'lgandan keyin anaqa avtomatik miyangizga keladi, opit kam. Avtomatik miyangizga keladi, bu bizani qayerga borardi, qayergacha ham borardi. Hali pishmagan. Fikrlar paydo bo'ladi, qo'rquv paydo bo'ladi. Men birinchi kuni eslayman, hozir men bilan aka-uka yoki aytaylik, opa-uka bo'lib ishlayotgan xodimlar juda ham ko'p xodimlar bor. O'zligisi bilishadi hozir ko'rasiz. Meni anaqa qilishmagan. Tan olishni xohlashmagan. Endi bitta narsa, rahbar sifatida siz o'sha stolga loyiqligingizni isbotlay olishingiz kerak. Ya'ni siz diktovatsiya qilib bo'ldi, men boshlayman, nima bo'lsa ham menga bo'ysunasanlar deyish orqali ish yurmaydi. Sizga xo'p deyish mumkin, ish qilmasligi mumkin. Faktlar bilan ko'rsatib berish kerak. Siz ularni o'zingiz g'oyalaringiz bilan, o'zingiz rezultatlaringiz bilan, o'zingiz решениялаringiz bilan har xil vaziyatlar bo'ladi. O'shalar bilan ularning hurmatiga ega bo'la olishingiz kerak. Ana hurmatiga ega bo'lganingizdan keyin sizdan ular ketmaydi.
Naborot, siz o'sganingiz sari ular harakat qiladi sizga yetib olishga. Tushunyapsizmi? Yoki qolib ketayotgani bo'lsa, "Sen nima qilsan?" deydi. "Bizani orqaga tortyapsan" deydi. "Tur o'rningdan bo'lmasam chiqib ket" deydi. Tushunyapsizmi? O'zi mana shunaqa o'zini o'zi rivojlantirishni boshlaydi. O'shaning uchun ham men rahbar sifatida men kechasi ham mana shu juda ko'p o'ylayman. Почти har kuni mana shu narsani o'ylayman. Shu komandaga men loyiqmanmi, yo'qmi? Shunaqa zo'r komandaga men loyiqmanmi, yo'qmi? Rahbar sifatida men bularni ishini qila olganmanmi yoki birortasini fikridan bu bo'lmaganda ham yaxshiroq bo'lardi degan fikr o'tyapti. Qayerdan kelib chiqyapti bu savol aka? Nima? O'zingizga qayerdan kelib chiqadi? Menda doim shunaqa bo'lgan. Doim men aytaman-ku shu oldindan oynaga qarab o'zimga o'zim anaqa beraman. Nima Tanbeh. Savollar beraman. O'zi o'sha o'tirgan joyingga loyiqmisan, yo'qmisan? O'tirgan joyingga loyiq ish qilyapsanmi yoki yo'qmi? 30 yoshga to'lyapsan. 30 yoshga to'lishga yarasha qanaqadir nimadirga erishdingmi yoki sendan boshqa odamlar 10-100 barobar ko'proq ishlab tashyaptimi? Odam vaqti bilan o'zini yerga urib turish kerak. Nega? Rahbar bo'lganingizdan keyin hamma kelib sizga podxod qilishni boshlaydi. Ko'pchilik keladi, hamma demay, ko'pchilik keladi. Siz zo'rsiz, siz resheniyangizda bu bo'ldi, siz unaqangizda. Unaqalarni o'zi men sekin ketkizib yuboraman-ku. Rahmat deyman-da, sekin bo'pti, baroqo deyman-u. No. Bir kun ishlasa, 2 kun ishlasa, 3 kun ishlasa, men rostdan ham yaxshi bo'lsam kerak. Menimcha menda 3 ta yurak bo'lsa kerak, deyishni boshlaysiz, tushunasizmi? O'zingiz orqaga tortadi. Ana bu sizni o'lgan kuningiz bo'ladi. To'xtaysiz, o'sishdan to'xtaysiz. Kompaniya qachon o'sishdan to'xtaydi bilasizmi? Uni rahbari yoki uni uchuvchisi aytaylik o'sishdan to'xtasa. Ana o'shanda kompaniya o'sishdan to'xtaydi. O'shaning uchun ham doim o'zingizga men o'zim uchun shunaqaman, har kuni tanbeh beraman. O'tiraman, misol o'g'il bolani eng zo'r joyi o'ylaydigan joyi bilasizmi qayerda? Hojatxona emas. O'zim yashagan. Bildim. Mashina. Misol uchun mana misol uyga ketishimdan oldin uyimni yo'liga emasda kamida yarim soat shaharni aylanaman. O'shaning uchun ham shtraflarim ko'p. Lekin kamida yarim soat shaharni aylanaman. Kamida bo'lmasam 1 soat 2 soatga ham cho'zilib ketadi. Nega? O'zimga kelib olishim kerak. Shu kulli anaqamni qilgan rezultatlarimni, qilgan ishimni hazm qilib olishim kerak. Nimaga ulgurdim, nimaga ulgura olmadim, nimaga vaqtim jinnisanga narsaga ketdi, nimaga vaqtim ko'proq ajratishim kerak edi, ajratmadim. O'sha narsani men o'zim uchun sortirovka qolaman. Ya, men bunaqa jarayonda lekin bitta nuqtaga qarab o'tiraverar ekanman. Tog'larga chiqib va qayerqadir tinchroq joyga chiqib. Har kun tog'ga chiqasizmi? Har hafta desa ham bo'ladi. Mazaga, no? Lekin hech kim bilmaydi lekin. Ya, men mashinada. Ko'proq mashinada oynani ozgina ochib qo'yasiz. Sekin yelvizak bo'lib. Kuningizni bitta analiz qilib olasizda, keyin sekin uyga kirasiz. Mana qarang, hozir boya aytdingizki, top menejerlarni bo'shatganman hozir. Endi menga qiziq, top menejerlarni o'rniga qanaqa qilib topgansiz? Zo'r savol berdingiz, qani. Odam qilgan ish odam qiladi deydi. Mana misol uchun men ishdan ketsam, meni ham ishim bemalol qilisha oladi. Xuddi shunaqa ko'p rahbarlar bitta odam ish qilib turibdi, lekin u komandani общий negativini qilyapti, orqaga tortyapti, komandada bitta qora dog' bo'lib turibdi. Qo'rqadi, mana ishini kim qiladi endi deydi. Qo'rqish kerak emas ekanda. U ketadi-ku. Ketgandan keyin to'g'ri fikrlaydigan noleva odamni qo'ysangiz, undan yaxshi qiladi. Ishoning, men o'zim o'pitimdan o'tdi-da. Oddiy misol aytaman, mana eksport bo'limida bitta bola ishlagan, endi kimligini aytib o'tirish shart emas. Bitta bola ishlagan, eksportni men direktor bo'lganimdan keyin где-то 6 oy u bilan talashganman. Mana bunaqa yo'l qilish kerak. Men eksportda malakam yo'q, lekin logichni ko'rinib turibdi. O'ylab, mana misol sizda любой bitta narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube bor. To'g'rimi? Yoki hozir mana ChatGPT lar bor. Men shunaqa orqali o'zim uchun eksportni qanaqa rivojlantirish kerak. O'shani o'rganganimdan kelib chiqib turib unga maslahatlar beraman-da. Iloji yo'q, qilib bo'lmaydi. Meni opitim kattaroq, eksport bo'yicha men masterman, unaqa. Oyiga aytaylik, misol sizga bitta raqam aytaman. 100 tonna, 150 tonna sotsa zo'r derdik. 30 tonna, 40 tonna sotsa, sotdi derdik. 100 tonna, 150 tonnada zo'r derdik. Men unga aytardim, yo'q. 1000 tonnaga olib chiqsa bo'ladi eksport. 2000 tonnaga, 3000 tonnaga kerak bo'lsa olib chiqsa bo'ladi. Keyin u bola bilan chiqish olmadik. Tavakkal bo'ldi, o'rniga odamim yo'q. Tirs etib ketdi. Snabjeniya bo'limida ishlaydigan bitta bolani yo'q qo'ydik. Ishoning, ikkinchi oydan o'sha bang'illab 2 barobar, 3 barobar, 300 tonna, 400 tonna, 500 tonna, 600 tonna ko'tarilib ketyapti ob'yomlar. Nega?
negativ fikrlash shunday olib tashladik. Ana o'sha tom bo'lib turibdi-da sizga. Bloklar olingan. Bo'ldi. Shunday olindi. Ikkita, ya'ni u bilan 2-3 ta supportivlari bor edi, yordamchilari bor edi. Misol uchun tirs tozalandi. Anaqa bor-ku Kung Fu Pandada. Ana kuni ham aytuvdim-ku. There is no secret ingredient. Yo'q deydi. Yo'q. Secret ingredient yo'q. o'zi. Prosta mana miya. To'g'ri fikrlash kerak. Qila olaman desa, o'shani yarmi ham katta rezultat bo'ladi. Misol uchun 2000 tonna davomimizmi? 1000 tonna sotsak, sotamiz ham, Xudoga shukr. To'g'ri. Rezultat. 150 tonnani rezultat deb o'tirganlar qanaqadir 1,5-2 kilo oldin shu deydi. Lekin mana shu ishlab chiqarishda ko'pchilik zavodlar ochadi-da, lekin uzoqqa bormasdan yopadi. Asosan finansmi u yerda muammo, yo boshqaruvdami, qayerda bo'ladi? Ko'pchilikchi maqsad biznes qilishdan maqsadini asosan birinchi o'rinda foydani qo'llaydi. Birinchi o'rinda foyda qilsam maqsad qo'yadi. Biznesda men o'zimdan kelib chiqib aytaman, balki noto'g'ri aytayotgandirman, meni o'pitim juda ham kam. 3 yil, 4 yil foyda qilmaysiz. Umuman foydani unutishingiz kerak. Rozi bo'lishingiz kerak. Rozi bo'lishingiz kerak. Foydani o'ylamasligingiz kerak. 3 yil, 4 yildan keyin ham yana 5-yil, 6-yilgacha sizga kelayotgan foyda faqatgina biznesga rivojlanish uchun, o'zini eplab olish uchun, ustun bo'lish uchun reinvestitsiya bo'ladi. Yana orqaga qaytadi. Ya'ni kamida 5 yil siz o'tdan pul olishni o'ylashingiz kerak emas. Qarang, bu aytayotganingiz odamlar yaxshi tushunsin, traditsionniy bizneslarga qarab turib aytilyapti. Ya'ni zamonaviy biznes emas. Misol uchun hozir bizda so'yib sotadiganlar ko'payib qolgan, hozir bitta startap qiladi, bang etib investitsiyani tortadi, keyin so'yib sotadi. Bu biznes ular uchun. Yo'q, endi men uchun biznes emas. Men aytmoqchi bo'lganim долгосрочный bizneslar. Ya'ni ustuni bor. Men o'zimni konkretniy biznesman deydigan bizneslarni nazarda tutaman. Misol, siz aytayotgan so'yib sotadiganlarni aytayotganim yo'q. Ya'ni bir xil bu ham biznes deb o'ylashadi-da. Ya'ni balkim qaysidir darajada biznesdir. Agar biznes o'zi aslida men o'zim biznes o'qiganman-ku, bizga nima deb o'rgatishgan bilasizmi? Yashashingiz biznes deb o'rgatishgan. Chunki nega? Siz g'oya sotasiz, fikr sotasiz, ideya sotasiz, hamma oldi berdi bilan shug'ullanadi. Yo pulli, yo ma'naviy. Hamma narsa biznes o'zi aslida. Agar unaqa qaraydigan bo'lsangiz. Bular shunga bog'langan. Ha, shunaqa. Hammasi oldi berdi-da. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, katta bizneslarda 5 yil foydani unutishingiz kerak. Ko'pchilik biznes boshlaydi-ku. Nima qiladi? 2-yilidan, даже 1-yilidan foyda qani deyishni boshlaydi. Zararga ketmayotgan bo'ladi biznes. Просто оборотный средства unga yetmayotgan bo'ladi-da. Chuquri bo'ladi-da uni. Kengayishi uchun unga investitsiya kerak bo'ladi. Odamlar qanaqa qaraydi? Yo'q, mendan biznes pul tortayotibdi deydi. Men o'shaning uchun uni yopaman. Расход bu deydi. Расход deydi. Kerak emas deydi, to'xtatadi-da. Ko'pchilik aytadi-ku, anaqa bor. Alibaba'ning anaqasi bor-ku. Jack Ma, ha. Today is difficult. Tomorrow is more difficult deydi. The day after tomorrow is more difficult. The day after tomorrow deydi. Is easy deydi. Mana shu qilib nima deydi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bugun qiyin, ertaga yana ham qiyin. Indinga ertalab oson, lekin ko'pchilik ertaga kechqurun o'ladi. To'xtatadi. Xuddi shunaqa sabrga ham ko'p narsa bog'liqda. Ishni biznesni agar foyda qilish uchun boshlasangiz, faqat foyda maqsad bo'ladigan bo'lsa, unda yarim yo'lda tashlab qo'yasiz. Chunki foyda olmaysizda, qanaqadir yillar. Mana hozir yangi loyihalarni boshlash baribir ichkarida yangi loyihalar chiqadi, miyada gipotezalar tug'iladi. Shularni baribir bittada bilasiz, baribir chuyka bo'ladi-yu. Shularni asosan nimasiga qarab turib sezasiz? Bu buning o'xshamaydi yoki o'xshaydi yoki siz takoy tapormisiz oxirgacha tiqib ko'ringlar bo'lsa. O'xshasa o'xshadi degan narsamisiz? Yo'q, unaqa emas. Endi biznesda to'g'ri, 40 ta 7 o'ylab bir kes deydigan narsa bor-ku, biznesda unaqa qilish kerak deb o'ylamayman, faqat boshlash kerak deb o'ylayman. Lekin shunda ham hattob 6 ta o'ylash kerak. 7 ta o'ylamasangiz ham hattob 6 ta o'ylash kerak. O'ylab keyin boshlash kerak. Endi men siz bergan savolingizga qarang, oldindan o'xshamasligini opitda, mana misol uchun siz o'shanga o'xshash, shunaqaroq narsalar qilgansiz. Bir nechta narsalar qilgansiz. Siz qanaqadir nimadir deya olmaysiz, chunki u уже siz ratatulida yeb ko'rmasdan turib sichqon anaqa qiladi-ku. Chunki unda opit anaqa hid sezish opiti kuchli bo'ladi. Xuddi shunaqa biznes sohasida yuraverganingizdan keyin hid sezishingiz oshishni boshlaydi-da. Tushunyapsizmi? Uni
udachniy bo'ladimi yo'qmi taxminiy bozorni o'rganmasdan turib taxminiy уже sezasiz. Yana bitta narsa bor, trendda yurishingiz kerak. Ya'ni bozorni his qilib yurishingiz kerak. Ko'pchilik uchuvchilar yoki ko'pchilik direktor CEOlar bozordan chiqib ketib qoladi-da, bozorni his qilmay qoladi-da. Вообще bozor so'ramagan, вообще bozor xohlamaydigan yoki уже eskirgan narsalarni taklifini berib qo'yadi. Ana o'sha joyda yutqizib qo'yadi. Stabilni bozorni doimiy his qilib yuradigan bo'lsangiz, unaqa narsalarni siz darrov ting qiladi. Misol uchun mana biz ko'p tadbirkorlar bilan suhbatlashganimizda ham, davrada bo'lganimizda ham marketing degan tushunchalari hali unchalik rivojlanmaganini tan olamiz. Bu oddiy holat va eski biznes egalari ham, ya'ni oldindan biznes qilib kelayotgan insonlar ham endi marketingga qo'llab, marketingga kirib kelayotgan insonlarni ham ko'rdikda. Ba'zi insonlar haligacha, ba'zi tadbirkorlar marketingga bu boshdanoq rasxod deyishadi-da. Investitsiya deb qarashmaydi. Boshdanoq o'zi rasxod, mayli endi qilib qo'ya qolaylik degan tushunchaga o'tiladi. Sizni pozitsiyangiz qanaqa? Marketing o'zi qachon rasxodga aylanadi-yu, o'zi aslida qachon investitsiyaga aylanadi? Zo'r savol. Mana hozir Nmedov Crafers dan sizga oddiy misol keltiraman-da. Nmedov Crafers dan oldin Nmedov o'zidan. Mana Nurulbek Ro'zmuhamedov, o'sha Nmedov anaqa uchuvchilari bilasiz, o'sha vaqtlarda cho'kib krem, xotlanchlar hamma o'ylardi, как будто televideniya Nmedov bilan Nmedovga tegishli deb o'ylardi hamma, televideniya. Chunki mahsulot chiqishidan oldin reklama ketardi. Tushunasizmi? Mahsulot chiqishidan oldin reklama milliardlab pul ketardi, ha? Milliardlab pul ketardi reklamaga. Bang bo'lardi reklama. Ana o'sha sabab ham Nmedov uringa chiqdi. Yoki mana Crafers ham o'sha uringa qarab chiqyapti. Sababi shu. Ya'ni ko'pchilik mana bizda o'zimizdan endi kuruglar ham bor, kichkina biznesmenlar bor, o'zi kichkina ishlab chiqaruvchilar bor, boshqalar bor. O'shalar bilan gaplashayotganimizda xuddi siz aytayotgan narsani gapiradi. Misol uchun, ob'yomi aytaylik oyiga 200 tonna, aytaylik 150 tonna qanaqadir ob'yomni qiladi-da, 30 ta odam ishlatadi-da, 30 ta odam ichida kimlar bor deb so'rasangiz, kim bo'lishi mumkin deydi. Производстводagi ishlab chiqaruvchi o'sha 4 million 5 million deydi. Xo'p, endi marketolog, prodaja bo'limi yoki finans bo'limi yo nimadir desa, yo to'xta deydi. Finansni men o'zim qilaman, boshqasiga ishonmayman deydi. Hisob kitobni men o'zim qilaman, rahmat. Hisob kitobni o'zim qilaman. Marketolog nima u deydi. Keladi menga 2-3 ta rasxodni gapiradi, ketadi deydi. Tushunasizmi? Yoki R&D bo'limi desangiz, nima u deydi. Men o'zim yaxshi bilaman deydi. Nima u deydi. Mendagi hech kim bilmaydi deydi. 30 ta odam bilan ishlaydi, bugun oyiga $100,000, $150,000 foyda qiladi. Ertaga bitta zo'ri chiqadi-da, uni yanchib tashlaydi. Nega? Uni qilgan mehnatini bitta u reklama qiladi, o'zini brendiga aylantiradi-da, uni yanchib tashlaydi, tekislab tashlaydi. Shuncha qilgan mehnati keyin aytadi, bozor qiyinlashib ketyapti, bozor o'zgarib ketyapti, bozor og'irlashib ketyapti. Har xil tashqaridan bahonalar qidiradi. Aslida muammo u odamning o'zida bo'ladi. U odamning o'zi o'smayotgan bo'ladi. Mana bo'lishi mumkin SMM shikli. Oldin mana qanaqadir bir 5 yil 6 yil oldin SMM shikli degan tushuncha misol bizga kerak emas. Karantindan oldin yo'q edi pashti. Shu 5 yil 6 yil bo'lgan bo'lsa 19-yil. SMM shik degan odam bizga Instagram nimaga kerak derdik. SMMni даже nima deb tushunishni ham bilishmasdi. Xuddi shunaqa. Endi mana hozir SMMsiz katta kompaniyalar yo'q. Kolaga qaraysizmi? Katta любой katta kompaniya hammasini o'zini SMM. Social mediada bo'lishi kerak. Social mediada bor, hammasi. Xuddi shunaqa boshqa qanaqadir o'sayotgan kompaniyalarga borib turib SMM desa, nima endi Instagramda akkaunt ochib qo'yamanmi deydi. O'zim ham yurg'izaman uni deydi. O'zi yurg'izgani bilan ish bo'lmaydi. Xuddi shunaqa marketing ham mana bizda O'zbekistonda endi rivojlanib ketayotgan anaqada sohalardan biri. Keyin bitta bizda mana marketingda imенно mana bitta zo'r kommentariy ham bor. Zo'r marketologlar O'zbekistonda kam, lekin marketologlar juda ham ko'p. Tushunasizmi? Juda ham ko'p marketologlar. Bizga ham mana Crafersga juda ham ko'p marketologlar keladi. Men marketolog emasman, lekin ikkita savol beraman, bo'ldi. Sog' bo'lasiz degan. Tushunasizmi? Ikkita savoldan keyin bu tushunarli bo'ladi. Ana odam bitta sohani olgandan keyin uni zo'ri bo'lmaguncha to'xtash kerak emas-da. Men marketologman deb yurishga unaqa odamlar o'zi uyalish kerak, to'g'risi. Men marketolog emasman, men anaqaman, qiziquvchiman, nima deyman? Entuziast. Men shunaqaman. O'rganish lekin maqsadim bor deb ochiqchasiga kelsin, gaplashsin, bo'ldi, imkoniyat beraylik. Men marketologman, 5 yillik malakam bor, qayerda desangiz, ana do'konni marketingini yurgizganman.
postdan qo'yib turganman. Assalomu alaykum. Qarang, mana hozir ishlab chiqarishda baribir birdaniga zo'r bo'lib ketmaydi-yu, baribir hamma narsa. Eng katta dushman nima bo'ladi aka? Bu seriyaga yetishmasligidami yoki jamoami yoki logistikami, nimada o'zi eng katta dushman? Ay deydi-yu o'sha joyi, qayerda? Buchi, qarang, biznes ichida bor, biznes tashqarisida bor. Biznes ichidagini aytaman sizga, biznes ichidagi komanda. Zo'r obrodingiz bo'lsa ham, komandangiz zo'r bo'lmaydigan bo'lsa, ishingiz yurmaydi. O'sha aytaman-ku, doim men aytaman, mana g'oya deyman-da. G'oya odamni yurg'izadi-da. Agarda o'sha komandangiz bilan g'oyani zo'r qilsangiz-chi, o'sha zo'r marketolog bo'lmasin, o'sha zo'r продажник bo'lmasin, o'sha zo'r производственник bo'lmasin. Lekin agar maqsadi, g'oyasi bo'lsa, o'zini ustida ishlaydi-ku, o'sha zo'r marketologingiz ham noldan chiqqanda. To'g'ri. Ana o'sha o'zini ustida ishlab, o'sha zo'r marketologga aylanadi bir kuni. Faqat u o'zini bilish kerak, shu u zo'r emas hozir. Ishlash kerak. Ertaga zo'r bo'lganda ham zo'r bo'lmaydi, chunki undan zo'ri hali bor. Tushunasizmi? Zo'rdan zo'r chiqadi. Zo'rdan zo'r chiqadi. O'shaning uchun u doimiy agar o'zini ustida ishlaydigan komanda bo'lishi kerak, bu bir. Оборудование boshqa, u ikkinchi, uchinchi masala men uchun. Birinchi o'rinda komanda. Endi tashqi deydigan bo'lsangiz, tashqini eng katta muammosi sizni raqobatchilaringiz. Sizni raqobatchilaringiz Crafers bu muammo juda ham ko'pda. Biz bitta yangi mahsulot beramiz. Enmedovda ham bor bu narsa. Yangi mahsulot beramiz. Yangi mahsulotni lyuks kopiya, ya'ni Pekin fabrichniy qilib chiqarishadi-da. 2 baravar, 1,5 baravar narxini tushirishadi-da uni. Lekin kepay berishadi. Misol, vaflining o'rniga ichiga har xil narsalar qo'shib kepay berishadi. 20 ming so'm, 25 ming so'm, 30 ming so'mdan arzon narsa berishadi. Dizaynini juda ham bir-biriga yaqin qilib qo'yishadi. Iste'molchini aldab qo'yishadi. Aslida Yevropada strategiya qanaqa? Agar siz omadli biznes qilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri siz raqobatchidan o'g'irlang, lekin undan yaxshiroq qiling. Uni kamchiliklarini olingda, o'rganingda. Misol, men bunaqa ekan, lekin uni kamchiligi men bu ekan. Mana mashinasini men to'g'irlayman-da, yaxshiroq narsa beraman bozorga. Bizda qanaqa? Bizda yaxshiroq narsa narx bo'lib qo'ygan. Yo'q, ishoning, bozor qimmat narsa olishni ko'tara oladi. Qimmat deganda 20 ming sifatli. Ya'ni qimmat degan tushuncha yo'q-ku. Ha, sifatli narsa olishni ko'tara oladi bozor. Lekin men bittagi kichkina sexlar, men bittagi kichkina ishlab chiqaruvchilarning strategiyasi uni sindirib qo'yadi. Misol uchun siz kichkina narsa berasiz, arzon, to есть kichkina sex sifatida arzon narsa berasiz, dizaynni birga bir qilasiz. Men bitta anaqa sexavik bor. Ya'ni kimligini anaqa aytib o'tirish shart emas. Hamma Snickers'ni ham, hamma katta brendlarning etiketkasi bor-da. Qanaqa qilib etiketkachilar unga indamasdan chiqarib beradi bilmayman. Shundoq poddelka pirs etib bozorga tiqadi-da, ship etib yo'q qoladi. Ishlab chiqaruvchi yozuvi hech narsasi yo'q. Pir chiqaradi, pir tarqatadi-da, fisht etib yo'q bo'ladi-da. 300 kilo etiketka yetsa bir, misol 18-20 tonna ob'yomga yetadi-da. Misol 1 tonna etiketka olar. 50 tonna 60 tonna mahsulot ishlab chiqaradi-da, bo'ldi, yo'q, tegi ham yo'q, uni ildizi ham yo'q. Taktikachilar. Endi adashib uni yeb qo'ydingiz. Yeb qo'ydingiz, o'qiysiz u Snickers, o'qiysiz u Enmedov, o'qiysiz u Crafers. Yedi dedingiz. Crafers aynibdi-ku dedingiz. Ana u Crafers ham sindiradi. Misol, Enmedov ham boshqasini ham sindiradi. Anu biznes o'zi misol uchun qo'pol qilib aytganda foyda ham qilmaydi-da. Tushunasizmi? O'zbekiston siyosati qanaqa qaraydi aka bunga davlat tomonidan? Hozir qattiq qarashyapti. Aytaman-ku, u uchi mana uyidagi qanaqadir aytaylik 100 kvadrat joy oladi-da. Sexavikda. Xitoydan apparat oladi-da. Hech qanaqa sertifikat, hech narsasi yo'q. Tirs birga bir etiketkani mana bu narsani menga chiqarib ber deydi. Uni dizayneri ham yo'q. Boradi, shuni qiladi. Lekin hozir xudoga shukr antimonopoliya yana kimdirlar bunga qarshi qattiq aniq qilishyapti, ishlashyapti. No, baribir bor. Oldinga nisbatan kamaygan. Bor. Qarang, hozir mana raqobatchilar dedingiz-ku. Raqobatchilarni doimiy tahlil qilinmasa, to'g'ri rivojlanmaysiz, qanaqa qilib yurayotganingizni ham bilmaysiz. Raqobatchilik o'zi bizani sizni sohangizda O'zbekistonda sog'lommi yo nosog'lomlari ham bormi? Sizni so'raganingizdagi javob. Sog'lom ham, nosog'lomlari ham bor. Bunisi ham, bunisi ham. Bunisi ham bor, bunisi ham bor. U o'sha sog'lomlari bu kalibri kattalari, menimcha. Shunaqa. Mana misol shunaqa bo'ladi. Bitta marketolog bilan gaplashganimda, Angliyadan kelganimda men yaxshi bitta marketolog bor. O'sha bilan endi ujin qilganmiz, gaplashib, suhbat qilib o'tirganmiz. O'shanda bitta gap aytganda, men pitsa ishlab chiqarganman-ku Angliyada. Pitsani qanaqa qilish o'tiydi, u bilaman. Endi o'zim shu payt restoranni boshlamoqchi bo'lganman bir ikkita odamlar bilan-da.
O'sha nima aytganman? O'zbekistonda pitsa aytaylik 50 ming 60 ming ekan. 50 ming 60 ming ekan. Pitsani sebstoyimizda kamerada aytsam bo'ladimi yo bilmayman. Tit qo'yib yuboramiz. Ha, pitsani sebstoyimiz aytaylik 2-3 barobar arzon ekan. Pitsani sebstoyimiz. Endi nima unda u? Un bilan ozgina nima 100 gram ham go'sht solmaysiz unga. Pitsani sebstoyimiz 2-3 barobar arzon. Men uni 40 ming 50 ming emasda 20 ming sotaman deganman. U nima degan bilasizmi? Nima qilasan? Odamlar pitsani olishga 40 ming 50 mingga tayyor bo'lib turgan holatida o'sha bozorni sindirib 20 ming berib nima qilasan? Demping qilib. Ha, nima qilasan degan. Undan ko'ra san kачественныйroq, yaxshiroq pitsa berganda mana o'sha narxga sot. Pitsadan 10 ming foyda qilmayapti-da, san 20 ming foyda qilib yaxshiroq narsa qil. Nima qilasan? Misol 10 ming foyda qilib, объемga ishlab. Zo'r narsa qil, kamroq sot, lekin yaxshi foyda qil, zato boshqasi qila olmaydigan narsa qil. Mana shunaqa deganda, menga katta dars bo'lgan bu. Ko'p kichkina biznesmenlar shunaqa mandaka o'ylaydi. Mandaka o'ylaydi. Davay deydi. 5 so'm arzon qilaman, 1000 so'm arzon qilaman. Yaxshilik qilgisi kelib qoladi. Aslida o'zi bu narsa boshqa. O'zini ham sindiradi. Boshqani ham sindiradi. Eng yomonini aytaymi? O'zbekistonning yuzini yerga qaratadi. Nega? Hozir mana bizga turistlar juda ham ko'p kiryapti-ku. E'tibor bor. E'tibor bor, boshqa bor. Mana biz eksportni bangillatib ko'rsatmasin, qilyapmiz. Ko'rsatmasin, zo'r ketyapti. Boshqa kompaniyalarga nisbatan 3-4 barobar ko'proq barobar. Ya'ni bu degani 300-400% ko'proq eksport qilamiz. 35 ta davlatga eksport qilamiz, 35 ta davlat mashina qo'yapti bizga. Молодец, Crafers dotdi. De, ochuga. Endi boshqa O'zbekiston, Made in Uzbekistan degan nomni chiqaryapmiz-da, tanityapmiz-da. Endi boshqa kichkina sexaviklar eksport qilyapti, mana O'zbekistondanman dotdi-da, ana kачествоni beryapti. Kimligini aytib o'tirmayman, lekin ana kачествоni beryapti. Bunga qanaqandir to'siqlar yoki davlat tomonidan nazoratlar bormi? Bor, lekin har bitta ichidan chiqayotgan narsani ochib yeb tekshirib turamiz-ku. Sertifikat olguncha zo'r qilishadi. Ana keyin yo'qmi yo'qlabki. Shunaqa. Qarang, hozir baribir mana ekspert haqida gap ochdingiz-ku. Menda bitta qiziq savol bor. Hozirgi vaziyatga bog'liq 35 ta davlat bu просто sifrani o'zi emas, u eshitish bo'ladigan joyida o'zi aslida. Shu baribir hozir o'rta sharqda bo'layotgan vaziyatlar, Rossiyaga bo'layotgan vaziyatlar, ekspertlarga qanaqa ta'sir o'tkazyapti? Imkoniyatlarni qanaqa yo'l aylanib o'tyapsizlar? Shular haqida ham ochiq qila olasizmi? Ha. Sizga men yaqinda video chiqarishuvdi bolalar. Men bitta misol keltirdim. Ikkita marketologga Afrikaga bitta kompaniya, oyoq kiyim ishlab chiqaradigan kompaniya jo'natadi. Siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak Instagramda. Bittasi u potensial katta ekan deb qaytib keladi, bittasi potensial ashi yo'q ekan, o'ta hech kim oyoq kiyim kiymagan deb qaytib keladi. Xuddi shunaqa men direktor bo'lishimdan oldin Rossiyada muammolar boshlangan edi. Shu 23-yildan oldin edi. Shu adashmasam 23-yil boshlarida boshlandi-da, Rossiya bilan. Yanvarda boshlandi. Ammo oktyabrda direktor bo'ldim. O'sha paytda biz Rossiyaga eksport qilib turardik, oyiga misol 50 tonna, 60 tonna eksport qilib turardik-da. Urush bo'lgandan keyin o'sha paytdagi rahbarlar, o'sha paytdagi aytaylik bo'lim rahbarlari, eksport bo'yicha o'sha direktorlar boshqalar eksport Rossiyada urush bo'layotgani uchun endi eksport qila olmaymiz, unaqa bo'ldi. Endi direktor bo'lganimdan keyin men o'zim maqtashda emas, biz komanda bilan imkoniyat ko'rdik. Nega? Urush bo'lyapti. Yevropa bilan anaqasi bormi ularni? Sanksiyasi bormi? Bo'shlig'i bor. Bo'shlig'i bor. Tovar kirmayaptimi? Ular odamni ovqat yeyish kerakmi? Ta'minlash kerak. Ta'minlash kerakmi? Ana bizga u zo'r imkoniyat. Urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, lekin har bitta vaziyatdan odam imkoniyat qidira olishi kerak. Yaxshilikka yo'yurish kerak. Tinchlik bo'lsin, urush bo'lmasin, ilohim. Lekin mana Xudoga shukr, Rossiyaga eksportimiz zo'r. Endi sharq davlatlarida arablarga ham eksportimiz ko'rsatmasin zo'r. To'g'ri, urush hisobidan logistikada boshqalarda muammolarimiz bo'lyapti. Lekin arablar bilan bizning O'zbekistonning отношенияsi mustahkamlanyapti. Anaqani shu bizani oldi berdi. Ochig'ini aytaman, Falastinga ham eksportimiz bor. Oyiga normalniy 60-70 tonna, 100 tonna ham, 150 tonna ham oladigan oylar bor sezonda. Falastinga ham eksport qilamiz. Zo'r. Qarang, hozir biz tashqi bozorni gaplashdik-ku. Endi tashqi bozor bizni ichkariga kiradigan joyida bor. Ya'ni jahon savdoga qo'shilamiz, bitta bor. U qo'shilish arafasidamiz deyilgan gaplar tarqalyapti. Yaqinda qo'shilishimiz mumkin. Endi fakt yaqinlashib kelyapti. Bunga qanaqa qaraysiz? O'zi qo'rquv bormi sizda yoki normal harakat bormi? Bu nega? Bu bizga imkoniyat bo'ladi. O'sha aytaman-ku sizga, har bitta vaziyatni o'zingizga foydangizga ishlatish imkoniyatingiz bo'ladi baribir. Lekin uni siz to'g'ri topa olishingiz kerak. Topa olishingiz kerak. Mana bunaqa o'tirib ushmoqda menga zararda emas.
Xo'p bo'ldi. Menga zararini aniq. Nima zararligi aniq. Bildik, ha. Bildik bo'ldi, uni ahmoq ham biladi. Foydasi nima? O'shani qidirishni boshlash kerak. Doim plusi minusi bo'ladi-da. Любой narsani o'sha advantage bo'ladi, disadvantage bo'ladi. Disadvantage aniq. Nima qilasiz uni o'ylab vaqt ketkazib. Advantage'ni o'ylang. Endi siz baribir hozir kalibringizdan qarab turib gapiryapsiz. Endi qarang, haligi kichkina ishlab chiqarish bo'yicha shug'ullanayotgan tadbirkorlar. Ular qanaqa yechim qilish kerak o'zi aslida? Ular tirik qoladimi yo'qmi? Agarda o'zini ustida ishlashsa, kichkinalarga qiyin bo'ladi, ha. Kichkinalarga meni fikrim shunaqa, kichkinalarga qiyin bo'ladi. Lekin ularda hali ancha vaqt bor-ku, yetarlicha vaqt bor. Ular sistemalashtirib, tizimlashtirib, foydaga emas, kачествоga ko'proq urg'u berib, yangi mahsulotlarga, yaxshi yengli mahsulotlar bo'ladi-ku. Ya'ni o'zini kompaniyasini kichkina biznesdan o'rta yoki katta biznesga olib chiqa olsa, unda muammosi kamayadi. Lekin doim любой zamonda, anaqada piramidada Misr ehromlariga yozib qo'yishgan, bilasizmi? Yoshlar o'zgarib ketyapti deb. Ha, o'sha paytlar. Ya'ni har bitta davrda misol o'zini yechimi bo'ladi. Hozir sizga o'sha paytgacha borish qiyin ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. O'sha paytga boraylik. Bizani kattalarimiz aytishadi-yu, oxirgi avlod doim la'nati bo'ladi deydi-yu. Oxirgi avlod qaysi? Kimga nisbatan? Shunday kelaveradi-yu. Qarang, hozir Yevropada baribir napas olib kelgansizda, hachabi yashab, qanchadir muddat Angliya ham o'sha paytda menimcha ESga kirgan bo'lsa kerak, Brexitdan oldin menimcha bo'lgansiz. Brexitdan oldin bo'lganman. Brexit paytida ham rosa negativli bo'lgan. Вот mana mashina ham sizga edi, gapingiz bo'ldi, uzr. Brexitda ham hamma o'zbeklar yoki o'sha hamma yevropeyslar hammasi o'sha Brexit paytida panikaga tushgan. Menda nima bo'lgan bilasizmi? Nega panikaga tushgan? Brexit bo'lyapti, Angliya chiqib ketyapti, viza qilish kerak, endi moliyaviy holat tushib ketib qoladi. Mana shunaqa bo'lganda, men o'zimcha o'tirib o'ylagan, voy zo'r imkoniyat ekan. Chiqib ketadiganlar qancha ko'paysa, bu yerda ish o'rni shuncha oshadi. Yoki kadrlarga bo'lgan talab shuncha yuqori bo'ladi. Bu degani kadrlarga bo'lgan talab oshdi degani oylik avtomatik kecha mana ish qilishga 10 so'm berayotgan bo'lsa, bugun bizneslar bunga 15 so'm berishga rozi bo'ladi. Chunki kadrlar chiqib ketib bo'ldi-da. Galadaniya bor. Mana hozir Brexitdan keyin ham hech narsa o'zgargani yo'q. Odamlar o'zini yo'lini topib ishlab yuribdi, imkoniyatini, sharoitini qilyapti. To есть aytmoqchi bo'lganim, xuddi o'sha gapingizga javob mana kakras. O'zingiz yetib qoldingiz. Shu Brexit eng zo'r misol. Qarang, hozir o'sha boyagi savolimni davomini aytib qo'ying. Uzr. Yevropadagi bizneslarni madaniyati baribir boshqacharoqda. Misol uchun men Yevropaga 3-4 marta yashash uchun emas, endi aylangani uchun chiqib kelganimda ham doim g'alati bo'lib qaytaman-da, bu bo'tga sig'maydigan bo'lib qaytaman-da. Bu baribir shamolga tegadi. Va bizani madaniyatimiz boshqacharoq. Lekin endi xudo xolisa rivojlanyapmiz, boshqa, lekin eng katta farqini nimada deb o'ylaysiz? Bizadagi bilan uylardagi farqi? Vaqt qadriga yetmaslikda. Mana misol uchun siz Yevropaga turist bo'lib borganman deysiz-ku, u yerda siz 6 oy yashab ko'ring, 6 oydan kamini his qilmaysiz. 6 oydan kam yashasangiz, u narsani his qilmaysiz. Ha, lekin 6 oy yashamay 3 oy yashagan ekanman-da. 6 oydan ko'p yashab ko'ring-da. U yerda ishlab, yashab, 6 oy, eng kami 6 oy bo'lish kerak-da. 6 oydan ko'p yashab ko'rsangiz-chi, tushunasiz, işte odamlar vaqt qadriga o'tda juda ko'proq yetadi bizga nisbatan. Bizni vaqtni seryozni yo'qol qilib tashlaymiz. Oddiy ishlayapman degan odam ham ishga ertalab 9 da keladi. 9 dan oldigacha nima qilganini faqat Xudo biladi, o'zi biladi. Tushunasizmi? Rezultat yo'q-da, tushunasizmi? Nima qilgansan desangiz, ishladim deydi. Nima ish? Ishladim deydi. Tushunasizmi? Nima? Yo'q. Yana bitta narsa, bir kunga bitta plan qo'yiladi bizda, O'zbekistonda. Misol mana bugun yakshanba nima? Choyxona. Tushunasiz? Yoki mehmondorchilik. U Angliyada unaqa emas. Multizadacha bor ularda. Ha, Angliyada mana bu vaqtdan mana bu vaqtgacha aniq deydi. Choyxona, mana bu vaqtdan mana bu vaqtgacha choyxonadan keyin qanaqadir uchrashuv, yana nimadir, yana hamma romkada yuradi. Bu globallashuvdan keyin bo'lganmi ularda? Yo'q, men bilmayman. Men borganimda shunaqa edi. Bizda qarang, baribir bu narsaga endi kirib kelyapmiz-ku. Endi sovetskiy bilasiz qanaqada yashaganmiz. Endi globallashyapmiz-ku. Biz ham menimcha endi shakllansa kerak deb o'ylayman. Chunki men ham oldin unaqa emas edim, aka, mana. Ya'ni bir kunda bitta reja qo'yilardi, hozir aytganingizdek.
bugun короче choyxona короче bo'ldi. Bugun choyxonami, ertalabdan kechgacha kino ko'r короче. Xohlaganingcha. Chunki vazifang bor. 24 soat ichiga kirmaydi-da. Ha. Choyxona faqat. Choyxona bor, unga tayinlan короче. Ritual qilib tayinlanish kerak. Vaqti bilan уже kattalashyapmiz, yosh kattalashyapti, zamon tezlashganini bahona qilyapmiz-da, hammasini vaqtini yozib yuramiz. Hozir men kalendarimni ochsam qo'rqib ketasiz, boru. Soatlargacha yozib tashlaganman-da, qachondan qachonga. Bu o'zi vaqtida kelgan narsa deb o'ylayman, tartiblab ham qo'yar ekan odamni dash. Endi sizda qanaqa? Doimiy shunaqa soat bilan yurasizmi yoki bitta zadacha qo'yasizmi? Yo'q. Qarang, men o'ylayman, endi meni shaxsiy fikrim, noto'g'ri gapirayotgan bo'lishi ehtimolim juda ham katta, lekin meni shaxsiy fikrim. Bizni 100 yil qanaqadir muddat Chor Rossiyasida, keyin SSRda yashadik, to'g'rimi? Bizni ishchi bo'lib yashadik. Tushunasizmi? Dehqonchilik bilan, chorvachilik bilan yoki qanaqadir o'sha ishchi bo'ldik-da. 9 dan 6 gacha biz uchun hayot bo'ldi. Ish hayoti, keyin o'zimizning parkimiz bor, o'zimizning oilaviy hayotimiz. Mana shunaqa sistemada, tizimda yashab, ota-bobolarimiz qonidan keldi. Undan oldin biz biznesmen bo'lganmiz. Bizda Buyuk Ipak yo'li bizdan o'tgan. To'g'rimi? Bizdan o'tgan, bizni biznesmen savdogar bo'lganmiz. Bitta vaqtimizni qadriga yetadigan odamlar bo'lganmiz. Lekin shu Chor Rossiyasida, SSR davrida bizani yo, sen ishingni bitir, ishingni qil, bizga sen ta'minot bo'l, bizga sen uni yetkazib ber, paxtani yetkazib ber. Paxtakor xalq bo'ldik, u bo'ldik, bu bo'ldikda, bizni biznesdan chiqib ketdik, kimligimizni esimizdan chiqarib qo'ydik. Lekin Yevropada qanaqa? Yevropada biznesmenlar tarbiyalanadi. Biznesmenning eng qimmatli narsasi nima? Vaqti. U har bitta vaqtini qiymati bor, har bitta vaqtini o'zini anaqasi bor. Narxi bor. Mani 1 soatim mamincha deydi. Mani 50 minutim mamincha deydi. Siz ko'chadagi kimdir 1 soating nech bo'lsa, sen meni kim ko'ryapsan deydi. To'g'rimi? Shunaqa. Boru, mana любой ko'chadagi odamga chiqib turib 1 soating san nech bo'ldi desangiz, xayol vashi boshqa joyga ketadi. Sen meni kim ko'ryapsan deydi. Aka, mana ochig'ini aytaman, 2021-yili ustozimiz Umidjon Shmuhamedov mana shu savolni berganlarida men g'alati qabul qilganman. Yashang. Umidjon aka, boshqalarga beriladigan savol-ku deganman-da. Xuddi shunaqa. Keyin tushunganman lekin. Qarang, yaqin 5 yilda baribir gipotezalar bor-ku hamma odamda. So'nggi 5 yilda mana sun'iy intellekt boshqarilyapti, boshqa narsa rivojlanyapti-yu, moliya tomonlama qattiq o'zi eng katta marja bo'ladi so'nggi 5 yilda. Yaxshi savol berdingiz-ku, lekin men sal boshqacharoq javob beraman. Savolingizga aynan javob bermayman. Nega? Chunki mana Angliyada har bitta sohani agarda zo'ri bo'lsangiz, marjasi hamma narsani zo'r. Siz mana kunni oxirida odamsiz-ku. Kunni oxirida siz pulni nima uchun topasiz? Yaxshi yashash uchun, ota-onangizni, bolalaringizni, instrument. Bu pul instrument. Siz hozir moliyaviy deganingiz uchun men aytaman-da. Sartarosh ham men bilardim. Spuk oti shunaqa edi-da, ruminiyalik bitta bola edi. O'zini hozir barber shoplari bor. O'sha sartaroshxonalari bor. Seriozniy pul topadi. Shunaqa sartaroshlar bor. Kuniga yetkiza olmaydi. Shunaqa. Tushunasizmi? Shunaqa aytaylik, idishda yuvadigan, xona tozalaydiganlar YouTube'da chiqib ketdi, ko'rdingizmi? Ha. Seriozniy pul topadi. Bitta videoga oladi, qilayotgan tozalashini-da, o'sha YouTube'dan zo'r anaqa sponsorlar keladi-da, har xil tozalovchi anaqa kompaniyalar boshqalar kelyapti-da, unga seriozniy pul tiqyapti. Ana seriozniy pul topyapti. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, siz hozir marjani, qaysi sohani zo'r deyapsiz-ku, men hech qachon mendan ko'p so'rashganda, hech qachon bitta soha demayman. Chunki kunning oxirida hammamiz insonmiz, Alloh hammamizni har xil qilib yaratgan. Bittamiz biznesda ishlab chiqarishga ixtisoslashganmiz, bittamiz biznesda sartaroshlik, bittamiz biznesda tozalashga, bittamiz biznesda cateringga, shu servisga. Va hokazo. Любой soha, любая biznes qarasha deydilar-ku. Ya'ni o'sha gapga qo'shilaman, faqat o'zbekcha varianti. Xohlagan biznesingiz agar foydali, единственный siz nimani aniq qilishingiz kerak, e'tibor qilishingiz kerak, o'shandan siz maza qilishingiz kerak. Bir xil odamlar bor, nafratlanadi. Biznesiga, ishiga borsa qusib olgingiz keladi, qo'pol qilib aytganda, lekin o'sha pul topyapti-da unga. Majbur o'shani qilishga. Unaqa yashashdan nima keragi bor? Anaqa bor. O'zi indiyskiy kino ko'p ko'rmayman. O'sha paytda Angliyaga ketishimdan oldin endi ko'rardik-da, uydagilar bilan. Uch savdoyi bor, bilasizmi? Uch savdoyi. Shohruxxon o'ynagan. Shohruxxon emas, Amirxon o'ynagan. Yo'q, ko'rmagan ekanman.
arxitektormi, arxitektor emas, o'sha injener вот yashang, ko'rganlar bor ekan. Injener qilaman, injener bo'lmasang bo'lmaydi deydi-ku. Kulguli, bachkana anaqa kino. Lekin o'shaning ichida ma'no bor-da. Ya'ni siz injener bo'lishingiz shart emas boy bo'lishingiz uchun. Yo doktor bo'lishingiz shart emas boy bo'lishingiz uchun. Yo именно biznesmen bo'lishingiz shart emas boy bo'lishingiz uchun. Siz rizq Allohdanligiga ishoningda, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 16, 17 yoshingizdan boshlab 5-6 ta kasblarni o'rganing. Mana siz aytayotgandek, hozir bizlar rivojlanayotgan kasblardan o'sha AI sohasi rivojlanyapti, artificial intelligence. Ya'ni qanaqadir zamonaviy IT sohalari rivojlanyapti. Ana o'rganing. To'g'ri kelsa qiling, to'g'ri kelmasa ana sartaroshlikdan ham hali ham pul topsangiz bo'ladi. Hali ham odamlarning sochi o'syapti. Menimcha oxirgacha boradi, menimcha. O'sha men hazillashyapman, просто aytmoqchi bo'lganim, hali ham sartaroshlik yoki boshqa даже kerak bo'lsa chorvachilikda millionerlar bor-ku. Ha, endi u chorvachilik. Yo, aytmoqchi bo'lganim, eshitilishidan oddiy eshitiladi. Lekin gap kasbda emas. Gap siz o'shani eng zo'ri bo'lishingizda. Yondashuvda. O'sha yerdan maza qilishingizda eng zo'ri bo'lishingizda. Siz qarang, mana shu dunyoviy fikrlashlaringizga asosiy sabab fundamentalmi yoki shu kungacha bo'lgan voqealarmi? Yo'q, ikkalasi ham. Keyin yana bitta narsa bor-da. Mana misol uchun men Siratni ko'p eshitganman-da. O'tda menejmentga oid, yashashga oid bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Misol uchun biz musulmonmiz. Musulmon odam degani faqat o'tda kitob o'qib, namoz o'qib, nimadir qilib, faqat shu din bilan shug'ullanish kerak degani emas. Musulmon odam zalga chiqish kerak. Musulmon odam eng zo'ri bo'lish kerak dunyoda ham. Har tomonlama zo'r bo'lish kerak. Mana yahudiylar bor, bilasiz? Yahudiylar dunyoni boshqaryapti. Kam bo'lsa ham. Kam bo'lsa ham dunyoni boshqaryapti. Ularga ko'p yaxshiliklar boshqalar berilgan, lekin odam, men o'zim mana misol uchun mana bunaqa narsa bo'lganda, o'sha restoranda zo'r ishlab yurgan paytim bo'lgan, zo'r topganman, yaxshi topganman, barda ishlagan paytimda. Xudoga shukr, alhamdulillah, bir marta ham og'zimga olmaganman, ichmaganman-ku, lekin baribir servis ko'rsatganman. Kimdirga quyib berganman, kimdir boshqa bo'lgan. O'sha payt nimadir sabab bo'lgan, ichim bo'sh edi-da, shu hozir zo'r topardim. Hamma narsaga pul yetardi, boshqa edi, lekin ichim bo'sh bo'lganda. Kechasi o'sha u payt уже anaqadan chiqib ketganman. Wolfenstonedan chiqib ketganman. Boshqa Centralniy Roz, Canary Wharf degan territoriyada yashardim. Metrodan tushardim-da, где-то uyga bir 4 kilometrli yo'l, 5 emas, 4 kilometrli yo'l bor edi. Где-то 40 minut, 45 minutlik bemalol yurardim-da. Nima bo'lardi? Uyga borardim-da, o'sha 40 minut, 45 minutlik yo'lda emasdi, 1,5 soatlik yurardim. Sekin orada o'tirardim suvni bo'yida. O'sha Canary Wharf Angliyaga borsangiz bilasiz, shunda suvni bo'yida joylashgan. O'tirardim-da, o'zim bilan o'zim gaplashardim. Keyin nima bo'lgan? O'zim bilan o'zim gaplashishdan charchaganimdan keyin har xil o'sha anaqalarni eshitishni boshladim. Tarixi, payg'ambarlar tarixi, sirat, mana shunaqalarni eshitib, O'zbekiston o'sha sertifikatsiya olgan anaqalardan, domlalardan, boshqalardan, o'zimizning rahmatli shayx hazratlarini o'sha hammasini eshitib, ozgina o'zimni odam sifatida shakllantirishni boshladim-da. Buni menda roli katta bo'lgan. Chunki bo'shlig'i to'ldirgan ekan. Bo'shlig'i to'ldirgan. Keyin o'sha anaqadan bardan chiqib ketganman. Yaxshilikka bu bardan chiqib polni o'tdan topshirib anaqa qilganman-da. O'zim menejmentga o'tib anaqa qilganman. O'tib ketganman polностью. Aytmoqchi bo'lgan narsam, odam faqat dunyoviyni emas, boshqa narsalarni ham o'rganish kerak. Dunyoviy kuchli bo'lish uchun. Chunki mana vaqt keladi, faqat dunyoviy kuchli bo'ladigan bo'lsangiz, sizni qo'lingizda bo'lmagan, siz hamma sababini qildingiz. Alloh xolamagan bo'ladi, o'sha ishingiz o'xshamaydi-ku. O'xshamasa tupikka shunaqa kirasiz, chiqara olmaydi uncha-munchasi, agar sizda din bo'lmasa. Nimaga mana dunyodagi popstarlar, dunyodagi katta-katta boy-boy odamlar, mana Avicii bor, bilasiz, o'lib ketdi, o'zini o'zi o'ldirdi. Qancha odamlar, yoki mana hozir Justin Bieberning ham ahvoli juda og'ir. Juda og'ir. Nimaga? Chunki uni ichida din yo'q. Tushunasizmi? Bo'shliq katta. Ana shu bo'shlig'ini to'ldirish uchun u draglar qildi, uni qildi, buni qildi, hamma narsa qilib ko'rib to'lmadimi? Ana endi hayotdan to'ydi u. Xuddi shunaqa siz hayotdan to'yib qolmasligingiz uchun, shu bo'shlig'ingiz to'la bo'lishi uchun din bo'lish kerak. Nimadir o'xshamasa, u Allohdanligini bilsangiz, mana bu yerda siz ertaga infarkt bo'lmaysiz yoki insult bo'lmaysiz. Nega bilasiz? Yengil o'tadi. Hamma narsani qildingiz, rezultati baribir Allohdan edi.
bo'lmadi, demak Alloh shuni xohlabdi. Demak bu yaxshilikka ekan. Yo'q, yaxshisi bo'ladi, yaxshilikka bo'ladi deydi. Sababchi dunyoligini bilasiz-da. Hamma sababni qildingiz. O'xshamadimi? Ну и чё? Yana dars davom etaman. Bizani baribir hozir statistikamizdan qarasak, bir 18 yoshdan 35 yoshgacha atrofida auditoriyamiz kattaroqda. Xo'p. Mana shu insonlarga. Men shunaqa insonlarni taniyman-ki, 35 yoshida ham hali biron narsaga hayot tarzida yetishmagan. Bor. O'shalarga qanaqangidir turtki berish uchun eng asosiy vazifani 3tasini aytingki, biz shu narsani yetkazaylik, amal qiladigan, ularga dasturul amal bo'lsin hayotida. Qarang, uchalasiga ham yetadigan bitta narsa aytaman sizga. Aybdor hech qachon boshqa bo'lmaydi, doim o'zingiz bo'lasiz. Misol, sizga bitta misol. Shayton oluvdan yaratilgan. To'g'rimi? Farishtalar nimadan yaratilgan? Nurdan. Oluvdan yaratilgan, kuldan yaratilgan shayton farishtalarga ustoz darajasiga chiqqan, to'g'rimi? Endi loydan yaratilgan odamga sajda qilish buyurilganda, u men bratanman degan. Yo'q degan. Nimaga men loydan men oluvdan xo'p, kechagina u nurdan yaratilganlarga ustozlik darajasiga chiqayotganda farishtalar hech narsa demayapti-ku unga. Esidan chiqardi. Kibr. Bu bir. Ikkinchidan, u la'natlangandan keyin, jannatdan haydalib alayhilanib bo'lgandan keyin nima qildi? Birinchi bo'lib gapirgan, misol uchun, men odammi deb shu holatga tushdim. Uni deb shu holatga tushdim, dedi. To'g'ri? Aybdor odam bo'ldi. Endi Alloh odam alayhisalom yaratishdan oldin nima dedi? Men yerga xalifa tushiraman. Jinlar, shaytonlar o'sha payt nechidir minglab yillar yashagan bo'lsa yerda, ular isyonga ketgandan keyin, tozalangandan keyin yerga men yangi anaqa xalifa anaqa qilaman, odam. Lekin odam alayhisalom uni bilmasdilar, ular jannatda yashadilar. To'g'rimi? Jannatda yashaganlaridan keyin ularga taqiqlangan meva bo'ldi. Shayton bosh qotirdi, odam alayhisalom o'sha Movaho bilan yeb qo'yishdi-da, jazo sifatida yerga tushdi. Lekin boshlang'ich plan nima edi? Yerga tushishmidi o'zi? Xalifa edi. Boshlang'ich plan o'zi baribir yerga tushirishmidi? Jazo sifatida odam alayhisalom yerga tushdilar. Yerga tushganlaridan keyin ular nima dedilar? Nafsim dedilar, nafsiy dedilar. Ya'ni aybdor o'zimni shaytonni deb bo'ldi demadilar. Aybdor o'zimmi nafsimmi deb shu ishga keldim dedilar. Ya'ni agarda siz qachonki odam alayhisalomning sunnatini qilishni boshlasangiz, shaytonning sunnatini qilishni to'xtatib, odam alayhisalomning sunnatini qilishni boshlasangiz, ana o'shanda sizni ishingiz yurishni boshlaydi. Ya'ni любой muammoni menda nima bo'ldiki, mana shunga kelib qoldim. Men nima xato qildimki, shunga kelib qoldim deb yashashni boshlasangiz, ana rezultatlaringiz o'zgarishni boshlaydi sizni. Oxirgi nuqta baribir nafs tarbiyasiga borar ekan. Ya'ni siz o'zingizdan qidirishingiz kerak, любой problema, любой hozirgi situatsiyangizni ayb menda deyishingiz kerak. Misol uchun o'tirib olib, endi zamon shunaqa, siyosat shunaqa, davlatimiz shunaqa deb o'tiradigan bo'lsangiz, o'tiraverasiz. Doim shu o'tirasiz, to'rtta o'zingizga o'xshagan chollar bilan-da, qo'pol qilib aytganda, ko'k choyni zo'r qilib damlaysizda. Negativchilar. Zamon mana shunaqa bo'lib ketdi, bunaqa qiyin bo'lib ketdi. Xuddi sizni yoshingizdan bir 20 yosh bola bangillatib o'sha zamonni yugurtirayotgan bo'ladi. Shunaqa. U kelib qarashadi-da, uni tankasi bor deb o'tiraverishadi. Qani tankasi? Qayerdan bilasan? Lekin aka tashqaridan sizni ham tankangiz bor deb eshitgandim-da. Даже Jahongir aka. O'sha odamlardan eshitgansiz-da. Jahongir Ortiqxo'jayev jiyani, ukasi, mana shunaqalar bo'lgan lekin. Jahongir aka men 2 marta ko'rganman, meni ko'rsalar eslaylarmi yo'qmi men bilmayman dash. Ishoning. Aytmoqchi bo'lganim, 2 marta ko'rishganmiz, o'sha Nurul aka bilan bitta suhbatda o'tirganimizda kelib qolganlar, o'tirganmiz, gaplashganmiz, Okart masalasi bo'yicha. Yana bitta suhbatda o'sha Navikovda ujun qotganimizda shunda ko'rishib gaplashib qolganmiz. Bo'ldi. Meni hozir eslaylarmi, ko'rsalar eslaylarmi, men uni bilmayman. Ko'pchilikdan eshitganman. Uski ayniqsa bor tashqarida emas, uski kuruvlarda shunaqa so'zli yuradi-da. Shunaqa bilaman. Necha marta mana shaxsiy brend qilganimda ham ko'p kommentariyalarda boshida bo'lgan, bilasizlar-ku, bolasizlar ham. Ko'p kommentariyalar bo'lgan. Endi yo Nurul akani qarindoshi, yo Jahongir akani qarindoshi bo'lgani uchun shunaqa yuribdi-da degan gap bo'lgan. Misol uchun Nurul akada ham, men Nurul aka bilan gaplashganimda aytganlar, ularda ham vaqtida shunaqa bo'lgan. Ko'pchilik, buni orqasida tank bor-da, orqasida kimdir bor-da, orqasida nimadir bor-da. U uchun nima beradi, bilasizmi? Shunaqa gapni gapiradigan odamlarga komfort beradi. Menda yo'q-da, shuni nafsiz kayf qilasizman deydi. Menda bo'lganda men bundan battar zo'r bo'lardim, yorardim deydi. U o'zini o'sha jinnisang'i joyida o'tirishiga bahona qidiradi.
tushunyapsizmi? U jinni sang'ijoq unga komfortniyda, kimdir успешный bo'lib ketayotgani unga yoqmagani ig'vo qidiradi. ig'vo qidiradida, unga komfort beradi. Agar u po faktu o'shani hech kimi yo'q bo'lib harakat qilayotganini bilsa, u ham o'rnidan turishi kerak-da. Unga o'rnidan turish og'ir. Shalqi. Issiq joyda o'tiribdi-yu o'zi. Nima qiladi? Uni lutchi kimdir qarindosh qilib qo'ysin, bo'ldi, unga tinch. Kimdirga tank qilib qo'ysin, bo'ldi, unga tinchda, o'sha joyda yetarlicha o'tiraveradi. Qarang, sizga hozir o'ylab qarasam ikkalovi ham bor ekanda. Mansab ham bor, pul ham bor. Endi qaysidir jihatda. Shu sizni qanchalik darajada o'zgartirdi deb o'ylaysiz? O'zingiz rakursingizdan. Aytdingiz boya menga oynaga qarab ko'p o'zimga savol beraman, tanbeh ham berishim mumkin dedingiz. Xo'p. Uni endi boshqalar gapirish kerak-da. Chunki har kuni men har kuni o'zingizga baho berganingiz bilan har kuni o'zingiz ko'rasiz-da. Uni boshqalar sizga baho berish kerak, boshqalar aytish kerak. Sizni oldindan taniganlar. Oldindan taniganlar aytish kerak, lekin baribir o'zgarasiz. Baribir o'zgaradi. Ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Baribir ta'sir qiladi. Nega ta'sir qiladi? Chunki siz mana bitta odam, men o'ylayman, 3 xil bo'ladi deb o'ylayman. O'rtoqlarning orasida, o'rtoqlarning ichida xir jinni bo'ladi. Yosh bola bo'ladi. Yosh bola bo'ladi. Oilasida yana bitta jinni bo'ladi. Ishxonada qo'shni oilada aqlli bo'ladi. Tushunyapsizmi? 3 xil, bitta odam 3 xil kayfiyatda. Maska ekanda. Maska, bu maska yaxshilik uchun, yaxshi ma'noda shunaqa bo'lasiz. Mana misol ishxonadagi feysingizni uyda qo'llamaysiz-ku. Qo'llamaysiz-ku, misol uchun. Yoki uydagi feysingizni ishxonada qo'llasangiz, masxara ovoz degan nom olasiz-da, qo'pol qilib aytganda. Yoki o'rtoqlaringiz orasidagi anaqani, atmosferani uyga yoki aytaylik ishxonaga qo'llamaysiz. Любой odamda 3 ta feysi bo'ladi. 3 ta feysidan qaysi biridir o'zgarishi mumkin. Lekin meni shaxsiy fikrim, o'rtoq bilan oilaniki o'zgarmasa bo'ldi deb o'ylayman. Ishxonaniki situatsiyaga qarab baribir o'zgaradi, majbursiz. Oila bilan o'rtoqlarning orasidagi xarakteringiz o'zgardimi, demak sizda muammo o'sha paydo bo'lyapti deb o'ylayman. Tushundingizmi? Zo'r. Qarang, mana hozir biz baribir ustozlarni ko'magiga muhtojmiz-da. Siz ham ustozingiz bor, bilamiz. Shu endi bilmaymiz kimligini, endi ochiqligingiz hozir. Ustoz topishda qiynalayotganlar bor-da auditoriyaning orasida. Ba'zida men ham shu ba'zi masalalarda ustoz topishda qiynalib qolaman. Ustoz deb o'ylagan insonlarim aslida menga dushman bo'lib foydalanayotgan va dushman bo'lib qolishi ham mumkin deb o'ylayman-da. Va bo'lgan ham. Shu narsada o'zi umuman ustozni tanlashda qanaqa yechimlar qilgansiz? Men shunaqa qarayman, shu kungacha meni ustozlarim, Xudoga shukr, mana Mr. Lochen ingliz tilida ham menga zo'r to'g'ri yo'llarni ko'rsatganlar-da. Angliyaga ketishimga o'sha odam sababchi bo'lgan, misol uchun. Agar u odam gapirmaganda, adamgilar, oyimgilar, dodamgilar uchun bu Angliyaga ketish kosmos tuyuladi. U tasavvurga sig'maydigan narsa edi. Uni realizatsiya qilgan, realniy hayotga olib kirgan odam shu Mr. Lochen. Miyangizga singdirgan. Uni tasavvuri paydo qilgan odam Mr. Lochen bo'ladi. Misol uchun mana bu yoqqa keldim. Angliyaga, misol Angliyada ham Daniel Dolger o'sha meni 3 yil o'sha rahbarim juda ham menga ko'p darslar bergan. Как будто menda shunaqa чувство bo'ladiki, u meni omadli bo'lishimga kerak bo'lgan odamlar mana mashina как будто meni tramplinga otayotgandek his bo'lganda, tushunasizmi? Oddiy misol, Enmetovga kelganimdan keyin mana Nig'mat akam, Nig'matilla Sobirov o'sha payt o'sha Donnada rahbar 3 yil, mana hozir Krafersda ham o'tiradilar, misol rahbarlar men bilan birga hamma nima maslahat bo'lsa Nig'mat akam bilan sovet tilida, nima maslahat bo'lsa Nig'mat akam bilan maslahat qilaman. Hali ham men juda ko'p narsa o'rganaman ular bilan. Nurli aka bilan ham juda ham ko'p. Mana misol direktor bo'lganimdan keyin Nurli aka bilan birga ishlashni boshladim-ku, o'zimni seriyozno o'sishni anaqa qildim, sezdim. Biznesga bo'lgan tushunchalarim, qarashlarim, strategik fikrlashlarim yoki vaziyatga baho berishlarim, ko'p narsalarda o'zgarish bo'ldi. Endi qanaqa qilib tanlaysiz degan savolingizga men javob bera olmayman. Nega? Bu taqdirda. Qarang, shu taqdirga baribir Allohdan so'rash kerak. Niyat qilish. Shuni so'ramoqchi edim. Allohdan so'rash kerak. Men Allohdan so'raganman. Meni noto'g'ri jamoalar, noto'g'ri komandalarga qo'shilib qolishimdan o'zing saqlagin deb so'rayman doim. Ota-onangizdan duo olish. Ota-ona ham xuddi shunaqa duo baribir qilish kerak. Muhim. Bu juda ham. Men duo olmasdan chiqib ketmayman. Har kuni. Bizning podkastimizni kelgan mehmonlarini bitta
kichkinagina baribir sovg'a bilan qo'yib yubormaymiz-da. Rahmat. Xo'p. Siz tomondan faqat. Men berishim kerak sovg'a, Bu bizga tendensiya bo'lgan. Nimaga? Endi ochig'ini aytaman. Kommentariy ko'proq yozgan insonlarga qarab, endi bizga kommentariy yozsa algoritm yaxshi ishlaydi va hokazo va hokazo. Bu biz uchun. Men hozir gapingiz bo'ldi. Men podarka olaman deb xursand bo'lib turdim. Men podarka berishim kerak bo'ldi, momoga. Endi podarka menimcha sizni qo'lingizdan kela oladi. Ya. Qisqasi shu kommentariyalarga jalb qilish uchun sizdan olgan insaytlarini yozishsa va oxirida o'zlarini nicknamelarini qayta aloqaga chiqish uchun belgilab ketishsa, bu podkast chiqqandan keyin bir oy davomida, bir oy yakunlagandan keyin o'zingiz tanlab bersangiz ichkarisidan bittasini, ikkitasini, uchtasini, endi o'zingiz belgilaysiz buni va shu insonlarga nima beramiz va nechta insonga nima beramiz. Xo'p, endi savol. Ularga nima qiziq? Moddiy narsa qiziqmi yoki ma'naviy narsa qiziqmi? Lekin biz hozir test qilganimizda ko'proq moddiy narsa yaxshiroq olib chiqqan. Unda mana bunaqa qilsak bo'ladi. Misol uchun, agarda qanaqadir podarkadan ko'ra, ana podarkani eng yaxshi pul deyshadi-ku baribir. Misol o'zi xohlaganini oladi. Agarda pul bo'ladigan bo'lsa, misol uchun shu eng yaxshi 5 ta odamga, misol uchun $100 dan berarmiz balki. Zo'r. Bo'ladimi shunaqasi? Bo'ladimi? Sizlardan so'ralyapti. Yo'q. Bilmadim, bo'ladimi? Unda o'sha point belgilandi. Abdulloh akam o'zlaridan o'sha podkast chiqqandan keyin bir oy davomida eng yaxshi xulosa olib yozganlarini o'zlari lichni tanlab oladi. Men o'zim nazorat qilaman. Bir oydan keyin podkast chiqqandan keyin aloqaga chiqib, o'zlarining qo'llaridan konvertdami yoki nimadir, xudo xolisa topshirish amalga oshiriladi. Shuning uchun sizlarga point belgilandi. Kommentariyaga уже go. Rahmat aka, kelganingiz uchun, vaqtingizga rozi bo'ling. Juda mazza qildim ochig'i. Bunaqa podkastlarni o'zi ochig'i ko'proq qilib tursak bo'lar ekan siz bilan. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha. Voy jonga deydi, haligini metin nomi. Instagram, Telegram, qaqqisin kimmi nimasidir yo'q, nimadir ko'p. Nima bo'ldi o'zi voy. Haqiqat yoqmaydi, haqiqat gapirganlarga. Qarshi chalinmaydi, ochki soch taraganlarga. Bitta Barbie yetadi miyasi aynaganlarga. Bu yerda qofiyami nimadir bo'lishi kerak xullas.